qarang, necha yil sartaroshlikdan keyin tadbirkorlikka o'tdingiz? $150 boshlab $1000gacha. Nimaga $1000gacha deydigan bo'lsangiz, hozir 100 so'm topasiz-da, men sizga aytaman, ne 150 so'm topmayapsiz deyapman. Bir martalik kelyapti-da, biz o'shalarni ishonchiga kirib olganimizdan keyin sayram qo'ysak arziydi deb o'ylaymiz. Deb o'ylaysiz. Men gilos yemayman, chunki kecha oshga borganman deyapsiz. Ikkita bir-biriga bog'liq emas bo'lgan narsa-da. Lekin dedim, shu biznesmen sifatidagi otani yaratib bera olarman dedim. Haqiqat chekelmay yoki boshqa masala. Marketolog gap emas-da, o'rganish kerak. Marketologcha gapiring. Kimdir yuzi $1000 ochiladi, kimdir yuzi $100,000 ochiladi deydi. Hammani yuzini narxi bor o'zini deydi. Qancha ishlatasiz reklamaga pul? Bir oydanmi? 5000. 5000. U $1 million. Qanaqa qilib birinchi bo'lyapti? Siz mutaxassissiz-ku. Siz nimaga kelib aytdingiz? Biz CRM qo'yishimiz kerak. Mana boshqa joylarda qilingan bu narsa-ku. Chunki hali aytmayman-ku, bolalar o'zi yaqinda ish boshlagan. Bolalar bilan aloqasi yo'q, sartarosh aloqasi yo'q. Siz nimadan pul topasiz? Bu sohadan tashqari boshqa bizneslarim ham bor-da o'zim. Chunki sizni biznesingiz kreslo sotishda. Meni biznesim kreslo sotish. Men kreslo sotib turib pul topaman asosan o'zi. Shunaqa. Nimaga velosiped ixtiro qildingiz? Tayyorku biznesmen. Hali o'ylab ko'rmadim. Qarangda, ya'ni hozirgi kunda mana yonimizdagi premiumga tayyorlayotgan joyimizga общий hisobda 50 mingga yaqin pul ketdi. Hamma tadbirkor bo'lish kerak degan tushuncha yo'q-ku. Menda qo'rquv bor. Mana qo'rquv to'g'risida gaplashaylik. Qayerdan keladi shunaqa qo'rquv? Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Akmal Afalxo'jayev, Grow House asoschisi. Ilgari bizlarda shunchaki sartaroshlik bo'ladi. Hozir baribir shop bo'lib ketdi. Juda ko'payib ketdi va shunaqa konkurensiya oshayotgan sohada qanday qilib tirik qolib rivojlanish mumkin degan mavzuni ko'tarishga harakat qilamiz va ko'p insightlarni kutib qolamiz bugungi suhbatdan. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisiz. Yaxshi keldingiz. Rahmat. Charchamasizmi? Keling, marhamat. Ko'ramiz. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Sizni hozirgi bitta to'shkingizdamiz. O'zingizni tanishtirsangiz, taniydigan, tanimaydigan bo'lishi mumkin. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men Axrar Qojayev Akmal. Shu sohada, sartaroshlik sohasida 23 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelaman. Hozirgi kunda o'zimizda shaxsiy Grow House brendiga asosiy solganmiz. Bitta hozir birinchi filialdasiz mehmonda. Ya'ni asosiy eng birinchi ochilgan filialimiz shu. Hop, hozir keyin ikkinchi filialimiz Hozirobodda Bunyodkor stadioni yonida, uchinchi filialimiz bu yonimizda shunda. Keyingi zonada uchinchi filialimizni ochganmiz. Zo'r. O'zingiz storingizda aytib bersangiz-da, ya'ni to'g'ri tushungan bo'lsam, sartarosh bo'lib boshlagansiz. Hozirgi kunda sartaroshlikda 23 yillik tajribangiz bor. Birinchidan nimaga sartarosh? Birinchidan nimaga sartarosh desangiz, o'zim ham endi ko'p intervyularda ham aytganman, o'zi aslida san'atkor bo'lishni xohlaganman. Maşallah. Rahmatli otamiz bunga qarshilik bildirganlar. Keyin nima qilsam, men shu san'atkorlar bilan yaqin yuraman, boshqa qilaman deb ko'p o'ylaganman. Otam rahmatli aytardilar, "Nuqul, bu o'g'lim xo'jayin bo'ladi, bitta kresloni egasi bo'ladi" derdilar. Onam bilan endi kresloni egasi bo'ldingiz. Hozir bitta emas, bir nechta kreslolarning egasi bo'ldi. Allohga shukr. Onam bilan bo'lsa, "Nuqul doktor bo'ladi, bu xirurg bo'ladi" deyorardilar. O'tirib o'ylaganimda ko'p shu mulohaza qilib o'zim bilan o'zim gaplashganimda sartaroshlikni qilsam ham ularning imijini qilar ekanman, ya'ni san'atkorlarning imiji bilan ishlar ekanman. Onam aytganlaridek doktor bo'laman, majoziy ma'noda sochchi operatsiya qilaman, xirurg bo'laman, sochchi. Otam aytganlaridek bitta kresloni xo'jayini emas, bir nechta kresloni xo'jayini bo'lar ekanman. O'shaning uchun bitta kasbda 3 ta insonni orzusi amalga oshar ekan, o'shaning uchun sartaroshlikni tanlab otamizga sartarosh bo'laman deganimda, birinchi ustozim rahmatli Murod akam olamdan o'tib ketdilar. O'zlarining sochlarini olardilar, otamlarni. O'shalarga olib borib, o'g'lim sartarosh bo'lmoqchi ekan deb berganlar. Birinchi o'sha joyimizda o'sha yerda boshlaganman ishga. Ya'ni sartarosh bo'lib ishlagan. Sartaroshlikni shogirdlikka tushganman. Birinchi bo'lib o'sha yerda shogird bo'lib tushib, 2 oy davomida yerda o'qib, keyin alohida o'zimiz boshqa sartaroshxonaga ishga o'tganman.
Izada birinchi ishimni boshlaganimdan keyin shunaqa qilib boshqa ishxonalar sekin o'sib shu yergacha keldik. Hozir endi yana dars o'tish niyatimiz bor. Zo'r, qarang, necha yil sartaroshlikdan keyin tadbirkorlikka o'tdingiz? Hop, 17 yil общий hisobda sartaroshlik qildim va bir kun уже sizni Ibrohim akani ko'p ustozlarni hammasini videolarini ko'rib chiqyapman. Уже qachongacha bunaqa yura olaman degan fikr keldi. Biz sizni buzib qo'ydik. Ya, to'g'ri ma'noda. Sizlar fikrimni o'zgartirib yuborishga sababchi bo'ldinglar, to'g'ri ma'noda. Qachongacha men bunaqa yura olaman? Baribir qachondir to'xtash kerak-ku, inson stop degan narsasi bo'ladi. Chunki bunaqa faoliyatda, bunaqa ishda уже dальше keta olmaysiz-da, baribir. Chunki ikki oyoqda turasiz, charchaysiz, baribir yosh katta bo'ladi, ertaga oilaga vaqt ajratish kerak, o'zingizga vaqt ajratishingiz kerak. Уже keyin oxiri borib, keyin sizlarni, ustozlarni hammasini darsida, coachinglarda qatnashib, o'qib, shu fikrga keldimki, demak qilmasam bo'lmaydi, уже vaqtim o'tib ham ketibdi dacha. Yetib kelishyapti tursin, o'tib ham ketgan ekan. Bu degani hozir hamma tadbirkor bo'lish kerak. Yo'q, hamma qo'lingizda mana shuncha shogird ishlayapti. Ularning kelajagi nima? Bular ham hammasi chiqib yo'q, bular ham keyin bo'lsa yaxshi bo'ladi-ku. Baribir o'zi uchun tadbirkor bo'lgani yaxshi, o'sish kerak-ku. Yo'q, endi qarangda, hamma tadbirkor bo'lish kerak degan tushuncha yo'q-ku. Birinchidan, hamma bo'la olmaydi ham. Chunki bu ma'lum bir xislatlar kerak, sifatlar kerak odamda-da. Nima bo'lish kerak tadbirkor bo'lish uchun? Mana o'tdingiz, nima bo'ldi? Nima o'zgardi hayotingiz? Tadbirkor bo'lish uchun lekin eng asosiysi o'zida bitta ilm kerak deb bildim men. Ilmsiz bo'lmaydi. Yo'q, ilmsiz bo'lmasa ham. Ilm bo'lmasa hech qanaqasiga qila olmas ekansiz. Liderlik qobiliyatingiz bo'lmasa, umuman qila olmas ekansiz. Zo'r. Liderlik qobiliyat обязательно kerak ekan, rahbarlik, xodimlar bilan gaplashish, xodimlarni tushunish, xodimlar uchun yon bosishni bilmasangiz, zo'r. Rahbar bo'la olmaysiz, lider ham bo'la olmaysiz, tadbirkor ham bo'la olmas ekansiz. Ha, zo'r. Zo'r. Qatga qanaqa investitsiya qilib, biznesingizni yurg'izish uchun обязательно uni o'qigan bo'lishingiz kerak ekan. Zo'r. Qarang, lekin mana o'qish bu olish mumkin bo'lgan xislatda, lekin mana liderlik deyapsiz. Bu tug'ma narsami yoki mana yoshlikdan bo'ladi-ku, to'g'rimi? Liderlik, qarang, meni tushuncham bo'yicha liderlik mana ikkita chaqaloq bo'lsa, misol uchun, yangi tug'ilgan ikkita chaqaloq yotibdi. Endi meni tushunchamda bitta chaqaloq shunaqa yig'laydi, hammani o'ziga jalb qiladi. Ke, menga qara deydi-da. Bittasini qo'yib bersangiz, jim yotaveradi. Qatga yotqizib qo'ysangiz, shu yerda yotaveradi. O'zi bilan o'zi. Tadbirkor bo'lmaydi. U tadbirkor bo'lishi qiyin deb o'ylayman. Zo'r sartarosh bo'ladi. Zo'r sartarosh bo'lishi mumkin. Lekin tadbirkor bo'lish uchun liderlik qilib, atrofni o'ziga jalb qilib, torta olib ketishni bilish kerak-da. U yoshlikdan shakllantiriladigan tuyg'u deb bilaman. Zo'r. Ya'ni liderlikni bu ko'nikma sifatida rivojlantirish qiyin deyapsiz. Ya'ni baribir fundamenti yoshlikdan bo'lishi kerak. Bo'ldi. Yana bitta xislat aytdingiz, xodimlar bilan ishlash, ularga yon bosish. Bu qayerdan kelib chiqadi? Bu yoshlikda qarang, mana hozir qaysidir xodimni baribir siz emotsional intellekt bo'lish kerak, ya'ni IQ deymiz. Ya'ni bu xodimni yaxshi ko'rish bilishingiz kerak, uni o'rniga tusha olish bilishingiz kerak. Bu degani ota-ona bilan munosabat zo'r bo'lishi kerak. Yoshlikdan, ya'ni ota-ona yaxshi ko'rgan oiladan katta bo'lsa, xodimlar bilan ishlaydi deydimi yoki bo'ladi-yu, otasi vaqt ajrata olmagan hech qachon, onasi ham ishda bo'lgan ertalabdan kechgacha mehr bermaganlar ham shunaqa bo'la oladimi, yo'qmi? Mana o'zingizdan kelib chiqqan holda nima qilsaki shu qobiliyat ham rivojlanadi? Bu qobiliyat baribir ota-ona katta sababchi bo'ladi, lekin nima qilish kerak? Qanaqa munosabatda bo'lish kerak ota-ona? Ota-ona mana bola bilan shug'ullanishni boshlaydi ota-ona. Bola bilan shug'ullangandan keyin, bola уже ota-ona bilan shug'ullanishni boshlagandan keyin unga bor xislatni olishni boshlaydi. Uni yo'liga yurishni boshlaydi, ko'nikmasiga ko'nikishni boshlaydi. Shu singari har bitta xodimni, mana misol uchun men o'zim ham hozir mana 3-filialga bu yoqdagi xodimlarimizni o'tkazdik. Bu yerda xodimlar hammasini yig'aman har doim. Gaplashaman. Senda nima muammo? Senda nima bor? Nima qilib berishimiz kerak? Bizdan nima kerak? G'o'payt keladi, bular ham yonmaydi. Olov bo'lib chiqmaydi-da. Menda bunaqa narsa, menda bunaqa narsa, bu tabiiy holat. Uni yondira bilishingiz kerak-da. Uning uchun siz ota-ona bo'lishingiz kerak unga. Bu rahbar emas, ota-ona bo'lib uni yetaklashingiz kerak, o'z farzandingizdek tortishingiz kerak. Bu narsani qilishingiz uchun siz yoshlikda bu narsani ko'rgan bo'lishingiz kerak-da. Yo'q, u narsani ko'rmasdan ham qilsa bo'ladi. Yo'q, ko'rish kerak. Ko'rish kerak. Ko'rmasdan o'zingizda bir keyslayt bering, mana yoshlikdan ota va ona tomonidan qanaqa munosabat his qilgansiz o'ziga nisbatan,
va bu munosabatingiz hozir mana xodimlar boshqarishda eng ko'p foyda berayotgan nima olgansiz? Mana qanaqadir keysda. Yoshligimizda endi rahmatli otamiz o'tib ketganlar mani. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Men endi ko'proq san'atga qiziqqanman-da, ashula aytishni yaxshi ko'rardim, ashula aytib yurishni yaxshi ko'rardim, rol o'ynashlarni yaxshi ko'rardim-da ko'p. O'shanda rahmatli otam kelganlarda menga tushuntirganlar. Bu mumkin emas, buni qilib bo'lmaydi. Undan ko'ra o'qi, izlan deb menga ko'p kitoblar berib, kitoblardan o'qib o'zlari tushuntirib berardilar. Ya'ni o'sha yutuqlarga erishgan insonlar haqida ko'p ma'lumotlar berib, ko'p tushuntirib berganlar-da. Mana bunaqa o'qisang, misol uchun, mana odamga o'xshagan bo'lasan, rahbar bo'lasan, qo'lingda ishchilar ishlaydi, rahbar bo'lganingdan keyin o'sha sen atrofingdagi insonlarni torta bilishing uchun sen qanaqa yo'l tutishing kerak. Uni hammasini men otamdan o'rganardim-da. Nima ish bilan shug'ullanganlar? Otam mana bozorkon bo'lganlar. O'zi boshliq bo'lganlar. Boshliq bo'lganlar-da o'zi. O'shaning uchun otamdan menga o'tganda bu narsa. Otam o'zi bozorkon bo'lib, qo'llarida ko'p bozorchilar bo'lgan, o'shalarning hammasiga qaraganlar. O'sha qanaqa boshqarishni ko'pini hammasini otam rahmatlidan o'rganganman. Birinchi ustozim boshqarish. Demak, qarang, bu bitta omil, bu ota sifatida biz ham farzandlarimizdan o'tirib, shu farzandlarimiz ertaga qanaqadir bir muvaffaqiyatli inson bo'lish uchun shug'ullanishimiz kerak. Qanaqa qilib shug'ullanamiz? Ya'ni o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holda qanaqa qilib maslahat berib turishimiz kerak. Mehr ham bormi? Ben biladiku ko'p ota-onalar anaqa shunchaki sovuqqona gaplashadi, ana quchoqlab bilmadim, yo'q, mehr bo'lmasa mana qarangda, xodimga ham hozir mehr bermasangiz, u kelib siz bilan ishlamaydi-ku baribir. Misol uchun, u xodimga ham shu misol uchun korxonada, shu kompaniyada kelajagini ko'rsatib bera olsangizgina, u tasavvurga ega bo'lsagina, o'sha mehringizni olsagina, u xodim siz bilan ishlashga dalshi tayyor turadi. Bu xodim bu kompaniyada kelajagini ko'ra olmasa, u uchun nimadir manfaat bera olmasangiz, unga nimadir yo'l yo'riqni ko'rsatib yoki kelajagini ko'rsatib bera olmasangiz, u nima uchun sizni kompaniyangizda tanlaydi? Boshqasini ham tanlab ketaveradi-ku. Shuning uchun unga ota-ona ham farzandga mehr bermasa, lekin ona tomonidan qanaqa mehr ko'rgansiz? Ona tomonidan ko'p mehr ko'rganmiz. Qanaqa, ya'ni aynan shu ishingizga yordam berayotgan nima olgansizki, mana bog'lavamizda, chunki ko'p insonlarni ko'ramiz, emotsional intellekt nolda. Qanaqa qilib bu inson boshqarishi mumkin degan mana ko'p savollar paydo bo'ladi. O'shanga ko'p insonlar bilan gaplashganda mana shu baribir ota-onaga bog'liq bo'lib chiqadi-da. Onam ko'p men bilan suhbatlashganlarida to'g'risini aytsam, hayotdagi eng nozik nuqtalarni ko'p tushuntiradi. Misol uchun bittasini o'rgating degan. Mana inson bilan gaplashayotganda, misol uchun deylik qarama-qarshilik kelib chiqadi-ku bu inson bilan gaplashayotganingizda, to'g'rimi? Masalan, o'shanga xo'p deb turib, sen uni o'zgartirishdan oldin o'zingni o'sha holatda ko'rib ko'rgin, qanaqa bo'lasan? Balkim sen ham o'shunaqa holatda imini o'shunaqa javob qaytargan bo'larsan, bo'ram deb aytardilar-da. Oldin sen uni holatiga o'zingni qo'y, sen nima javob bergan bo'larding? Undan kelib chiqib o'sha fikrlab turib, keyin sen unga shunaqangi javob qaytarginki, u seni holatingga aylanib qolsin. Zo'r. Mana shu holatni ko'p tushuntirib berardilar-da menga. Zo'r. Mana qarang, yana emotsionalniy anaqada, bu intellekt to'g'risida gap ketyapti-da. Ya'ni uni o'rniga turgan, uni his qilgan degan. Uni his qilib ko'rgan oldin derdilar-da. Sen unga baqir-chaqir qilib, uni holatida undan ustun kelishdan oldin, sen uni holatiga tushib ko'r, qanaqa bo'lasan? Agar o'sha holatda sen ham shunaqa javob beradigan bo'lsang, demak sen hayotda yutmaysan derdi. Sen uni holatiga tushganingdan keyin qanaqa javob bergan bo'larding? Uni yumshatish kerak, uni olovini pasaytirish kerak. Ana undan keyin sen unga qarab javob bersang, u ham seni holatingda olov pasayib, bir-biringlar bilan teng bo'lasizlar. O'shanda kelishuv yaxshi bo'ladi deb ko'p o'rgatardi. Juda zo'r. Demakki, qarang, mana hozir ikkita narsani olsak, liderlik bu tug'ma. Lekin liderlikdan tashqari siz xodimlarni, ya'ni jamoani birlashtira olishingiz kerak. Bu ota-ona bilan munosabat sektori bo'ladimi? Ota-onadan mehr ko'rmagan odam yaxshi rahbar bo'la olmaydimi? Yo'q, bo'ladi. Endi baribir tarbiyaga ham bog'liqda. Ko'proq tarbiyaga bog'liq. Ya'ni baribir mehr berilishi kerak. Mehr shart. Mehr faqat bo'lsa beradi. Ko'rmagan bo'lsa qatdan beradi. Ko'rmagan bo'lsa endi to'g'ri aytasiz, mana qarang, ota-onadan mehr ko'rmagan bo'lsa, qaysidir xodim kelib turib sizga nimadir muammosini aytadi. Baribir uni holatini tushunmasdan turib, o'zingiz ko'rmagansiz uni. To'g'ri. Tushunmaysiz-da, o'sha baqir-chaqir qilib uni urishib, haydab so'kkaningiz bilan uni foydasi bo'lmaydi-da. Oldin
mana xodimlar ham keladi mani oldimga. Akmal aka deydi, "Ha, desam, mana bunaqa narsa qilaylik, mana bunaqa holatni qilaylik. Masalan, o'zimiz kompaniyamizni o'sishi uchun, reklamasi uchun, brendni tanitish uchun yoki bo'lmasam qaysidir xodimni o'zini muammosi bo'ladi, oilaviy muammolari bo'ladi, baribir insonda bo'ladi-ku, har xil holat. Akmal aka mana bunaqa holat edi, mayli ozgina borib shu ishimni bitirib ketsam yoki hozir javob berib tursangiz. Agar men o'sha holatdan o'zim 17 yillik tajribam davomida o'tmagan bo'lganimda men uni tushunmasdim-da. O'shani tushunganim uchun unga javob beraman. O'shaning uchun komanda biz boshlaganimizda 4 kishi bilan boshlaganmiz. Biroq House brendiga asos solganimizda 4 kishi sartarosh bo'lib boshlab, hozirgi kunda o'sha 40+ ishlayapmiz-da. 50 ta xodim bilan ishlayapmiz-da. Zo'r. Uni tushunmasdan turib qilish qiyin, baribir mehr kerak. Zo'r. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman degan pul topaman degan emas hali. Chunki qancha tadbirkorlar minusga ishlayapti. Bu narsani bilamiz deb o'ylab kelarkansiz, aytganingizda kelganingizda balki hech narsani bilmasligimizni bilib, mana endi o'qib boramiz, xudo xolasa. Bergan pulingiz arziydimi? 100% arziydi. Bergan pulingizga arziydimi? 2 marta, birinchi kun o'zida. Full kontaktni o'zida ko'rilgan darslarni o'zidan o'sha men kursga to'lagan pulimni oqlab bo'ldim. Puliga 100% arziydi, chunki men bu yerda hozir puliga arzimaydi degan odamni eshitmasanglar ham kerak. Bu bilim uchun bu pul aslida juda ham bir sariqchaqa. Hozirgi yo'nalishda biznes o'lishini ko'rdim. Kamroq narsa kutgandan ko'proq narsa oldim. Endi bilmagan narsalarimiz ko'p ekan, o'rganib oldik. Juda ko'p matematika, anaqa biznes matematikasida anaqa bo'limida juda ko'p narsalar o'rgandik. O'yladim o'zimda, menda bittasi ham bular yo'q-ku dedim. Mana nimaga biz hali ham juda pastdamiz. Mana nimaga biz masalan 1,5 yil ichida bunaqa darajada o'smadik, kerakli darajada o'smadik deb o'zimda o'sha sразу yozib olib, daftarim o'sha yarmiga kelib qoldi. Berilgan bloknot o'sha yarmi kelib qoldi. Bu soha to'g'risida ozgina gaplashsak, ilgari shunchaki sartarosh bo'lgan. Keyin hozir endi moda bo'lib ketdi, barber shop bo'lib ketdi. Nima o'zgardi? Qanaqa qilib o'zgarish bo'ldi? Qarang, oldin to'g'ri aytyapsiz, sartarosh degani o'zi aslida sar bu bosh, tarosh bu tarash, ya'ni parrashlash, qisqartirish. Sochni, boshni qisqartirish degan ma'noni beradi. Endi sartaroshlik bilan hozir stilistlikka o'tdi. Stilistlikka sartaroshlikdan farqi nimada desangiz, sartarosh bu siz aytganingiz bo'yicha soch olib qo'yadi. Ya'ni bu yog'ini olib qo'y, mana buni qilib qo'y, mana qilib qo'y, mana buni sal ol deydi. Bu sartaroshlik vazifa. Stilistlik sizni yuz formangizdan, sizni o'zingizdan kelib chiqib, kiyinishingizdan, qaysi sohadaligingizdan, kun davomida qanaqa kiyimda yurasiz, kimdirlar klassik, kimdirlar pol klassik, kimdirlar deylik sportivniy kiyinib yuradi. Bu stilistlik o'sha sizni tashqi ko'rinishingiz, ishingiz, sohangizga qarab turib imij yaratadi. Ya'ni u image maker degani-da. Barber shop barber degani soqollarni, sochlarni, yana yonini oqartirib fade deymiz. Endi bizning sohada fade deyiladi. O'sha fade yo'nalishidagi, hozirgi zamonaviy yo'nalishdagi ishlarni qiladigan bu barber shoplarga kiradi. Ya'ni hozirgi kunda o'sha hisoblar qarasangiz ikkiga bo'linyapti-da. Barber shoplar alohida, stilistlik anaqa. Stilist salonni ko'rmaganman demak. Yo'q, stilist bu soha bu. Ha, lekin bu sohasi salon bo'lmaydi bu. Sartarosh qoldimi? Sartaroshxonalar qoldimi? Ha, sartaroshxonalar bor. Sartaroshxona alohida, barber shop alohida. Prosta uni ichida ishlaydigan xodimlar har xil bo'lyapti hozir. O'shani sizga aytmoqchiman. Bu sun'iy ajratish emasmi? O'sha-o'sha barmi? Yo'q, o'sha. Soqolni olib qo'ysa olib qo'yadi, misol-chi. Yo'q, lekin olib qo'yadi, lekin sartaroshlar hozirgi barber shoplar, stilistlar qilgandek qila olmaydi. Ular bizda kelib malaka oshiryapti-da. Oldin ilm darajasi nuqtai nazaridan barber shop balandroq turadi. Ilm darajasi nuqtai nazaridan ancha baland turadi sartaroshlik. Ya'ni sartaroshxonalarda ishlaydigan oddiy sartaroshlar bilan stilistlik barber shopliklarni ilmi yuqoriroq darajada. Chekda ham farq bor. Chekda katta farq bor. Sartarosh necha pul hozir o'rtacha Toshkent bo'yicha sizlarda necha pul? Qarang, sartaroshlik hozirgi kunda endi ani kichkina mahallalardan olib qaraydigan bo'lsak, kichkina sartaroshxonalardan olib qaraydigan bo'lsak, 30 mingdan boshlanadi. Shunaqa ham bor. Eng arzoni. Va ana endi kichkina sartaroshxonalar bor. Masalan, mahallalarda qolgan sartaroshlarda 30 ming, 40 ming, 50 ming. Bizda hozir o'rtacha chek 150 mingdan boshlanadi. 150 mingdan boshlab 500 minggacha. Kuyovlarning sochi $150 boshlanadi. 150 dollardan boshlab $1000 Nimaga $1000 deydigan bo'lsangiz, hozirgi kunda ko'rayotgan bo'lsanglar, agar parik qo'yish chiqib ketgan, sun'iy soch
ya'ni tepakal soch to'kilgan insonlarga soch yaratib berishimiz bor. O'shani qilib berishimiz, endi uni parikka sotib olib, ish haqi uni katta turadi. O'shaning uchun u $1000 u parik yog'iga qarab ketadi. Unaqa kuyov bolalar bo'lmasa kerak endi. Yo'q, unaqa ko'p. Yo'q. Eng arzon o'zini tabiiy sochini tarab berishi, misol uchun hozirgi kunda mana $150 turadi. Hozirgi kunda bitta kuyovni o'sha to'y kuniga tayyorlab, chiroyli qilib, kuyov bola qilib chiqarib berishim $150 dan boshlanadi. Xo'p. Qarang, endi mana bozor umumiy oladigan bo'lsak, pulda o'lchab bo'ladi mana misol uchun O'zbekistonda yoki alohida Toshkentda bozor nech pul? Ya'ni bir oyda qancha yo bir yilda qancha оборот qiladi barber shoplar? Xo'p, xodimlar endi bizda ham bunaqa narsa borda, qarang, xodim misol uchun 10 talik xodim bor, 4 talik xodim bor, 5 talik xodim borda. Yo'nalish har xil bo'ladi. Qaysidir misol uchun mana chetdan kirib kelayotgan, franshiza asosida kirib kelayotgan brendlar bor bu sohada. Ular qanaqa ishlaydi desangiz, ular 70 ga 30 ishlaydi. Ya'ni 30 xodimga beradi, 70 uniki bo'ladi. Sababi u hamma narsasini qilib beradi xodimni. Ya'ni o'sha shampunini olib beradi, hozirgi kundagi qayish darog'i, mashinkasi, hamma narsasini qilib beradi. O'shaning uchun 70% oladi. 30% xodim kelib, prosta o'sha ishni qilib bersa bo'ldi. Endi keyingi etapda bor, bitta joyni qurasiz. O'sha joyni qurganingizdan keyin prosta arendaga topshirib qo'yasiz. Bo'ldi, xodim keladi, mana shu joyda ishlab, bu sizga arendani prosta bu investorlar qiladigan ishlar bular. Investor bu baribir buni boshqarish kerak-ku, yaxshisi bor, yomoni bor, sizga yo'q, u hozir investorlar qilayotgan. Endi bizadagi misol uchun bu sohadan chiqib kelib, brendga asos solib, uni yurg'izadigan xodimlar bor, ular 50-50 ishlaymiz biz. Ya'ni biz o'sha reklama qilamiz, tanitamiz, mijoz beramiz, bularga hammasiga 50-50 ishlaymiz. Lekin hamma ashqal-dashqal o'zlaridan bo'ladi. Hamma instrumentlari, hamma o'sha kerakli o'zini asbob-uskunalari, hamma narsasi, parfumeriya, kosmetikasi o'zidan bo'ladi. Biz mijoz bilan ta'minlab, biz ularga forma beramiz, biz ularga reklama qilib tanitib beramiz, brendga asos solib beramiz, hamma sharoitni qilib beramiz. 50-50 ishlaymiz. Bularni qayerdan topasiz? O'zingiz o'stirasizmi? Men bularni o'zim akademiyam bor. Asbro akademiyam ochganman shu sohada. Individual o'qishim bor, gruppovoy o'qishim bor. Gruppovoyga 10 ta odam olaman, individualga alohida odam olamiz, bular bilan shug'ullanamiz. Malaka oshirish kursimiz bor. 0 dan kelganlarga alohida kurs berilgan ularga. 0 dan kelib o'qiydiganlarga, ya'ni shu sohaga kirmoqchi bo'lgan 0 danlarga ularga 6 oy o'qitamiz. Ularni malaka oshirish kurslari 10 kunlik, 15 kunlik, 1 oylik kurslar bor. U yerda nimalarni o'rganadi desangiz, bu yerda kimdirlar bor, mana hozir aytganimizdek, soch soqoli hammasi ham bitta ovuradi-yu, deyapsiz. Unda kirsam sartaroshxonaga bor, sochim mol, soqolim mol deydi, ovuradi. Yo'q, bu soch soqolingizni olgani bilan ertaga 1 oy davomida u formani o'sishi bor. Sizga moslashib, ertalab uyqudan turganingizda chiroyli bo'lib, taraganingizda mos tushib ketish kerak bir-biriga soch. Soch insonni ko'rkida, baribir 90% sizni ochadigan narsa bu soch. Aslida kiyim emas, sochda. Chunki sizni qimmat ko'rsatib turadigan narsa bu sochingiz. Mana zo'r kiyim olib sochingiz bir ahvol bo'lsa ham yoqmaysiz. O'zingizga ertalab turganingizda ham oynaga qaraganingizda sochingiz yog'langan yoki turib qolgan bo'lsa yoqmaysiz o'sha sirazi o'zingizga. Shuning uchun 90% ochadigan narsa bu soch. Zo'r. Endi qarang, sizni biznesingiz baribir ko'proq ustaga bog'liq-da. Mana misol men o'zimni ustam bor, ko'p yil qatnayman. U ko'chib ketsa men ham birga ko'chishga tayyorman-da. Qanchalik shu bog'liqlik har qayerda men tushunganimdek kuchli. Misol uchun usta ketib qolsa boshqa joyga, orqasidan mijoz ham ketadimi siz vaziyatingizda yoki yo'q, brendga keladimi, bro house ga keladimi? Mana foizdanmi, qanaqadir ko'rsatishlar bormi? Bor. To'g'ri aytasiz. Xodim ketib qoladigan bo'lsa, baribir siz aytganingizdek ma'lum bir miqdorda mijoz o'zi bilan ketadi. Lekin aslida agar o'ziga qulay sharoit xohlagan mijoz baribir brend uchun yana qaytadi orqaga. Chunki u borgan joyda
qaysidir ma'noda bizadagi brendni ko'rmasligi mumkin, bizadagi sharoitni ko'rmasligi mumkin. U misol uchun mana o'zingizdan qaysidir sartaroshxonaga borganingizda ustangiz boshqa yoqqa borsa, oldingi joyingiz zo'rda degan vaziyatingiz bo'lishi mumkin edi. Ana joyingda misol uchun mana bunaqa sharoit bor edi, mana bunaqa brend bor edi, ular o'zini ustida ishlardi. Chunki hozirgi kunda hamma bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda qat brendiviy bo'lsa, o'sha yerga ko'proq borishga, o'sha yerda qatnashishga, o'sha odam bilan ko'rishishga ko'p ishqibozchilik joyi bor. Lekin baribir klientskiy baza sizda qoladi baribir. Brendda qoladi. Klientskiy asosiy baza. Endi o'zini qaysidir yaqin bo'lib ketgan mijozlari, o'ziga bir okuki bo'lib ketgan odamlarigina o'zi bilan ketishi mumkin. 5-10% baribir ketadi. Lekin 70-80% sizda qoladi. 70-80% baribir sizda qoladi. Chunki siz brend yurg'izayotganingizdan keyin baribir brend ishlaydi-yu. Misol uchun mana katta kompaniyalarni ham olsangiz, masalan, qaysidir joyda filial ochsa, o'sha o'tdan ketgan xodim misol uchun o'sha boshqa joyda ishlasa, bunaqa narsani ola olmaydi-yu. Baribir ertaga bitta odam borishi mumkin, 10 ta odam borishi mumkin. Bu yerga kelayotgan 1000 ta, 2000 ta odam baribir bu yerda qoladi. Asosiy patok o'zingizda qoladi baribir. Zo'r. Nima muammolar bor xodimlarga bog'liq bo'lgan? Mana misol uchun silliq deb beryapsiz-da. Men hozir tasavvur qilyapman, agar men ochganimda edi, misol uchun qanaqadir deylik, barber shop qildim, mutaxassisdan olishni boshladim. Silliq emas-ku. Bu sohada xodimlar bilan bog'liq asosiy muammo ham xodim-ku. Nima muammolar bor? Nimaga duch kelasiz? Faqat chiroyli gaplar gapirib bermang-da, real nima vaziyatda bo'ladi? Qarang. Siz ochadigan bo'lsangiz, misol uchun sartaroshxonangizni, deylik barber shopni, salonni ochyapsiz, siz xodimlarni jalb qilyapsiz. Birinchi navbatda sizga xodim klientskiy bazasi bor xodim kelishi mumkin, bazasi yo'q xodim kelishi mumkin. Ikki xil xodim bor-da. Bazasi umuman yo'q xodim keladigan bo'lsa, siz u bilan kontrakt asosida ishlashingiz kerak. Shtobi ertaga 5 yildan keyin u kontraktni buzib ketib qolishi bor. Misol unga siz pul tikasiz, qaysi ma'noda pul tikasiz, uni reklamasini qilasiz, uni yuzini tanitasiz, litsosini tanitasiz, cho'ntagingizdan pul tikib uni aylantirasiz. Hamma narsaga tayyor turishingiz kerak. Ertaga keyin ketib qolishi uchun qanaqa yo'l-yo'rig'ini ko'rsatib, o'zingiz uchun tuzib olishingiz kerak. Endi klientskiy bazasi bor xodim oladigan bo'lsangiz, u siz bilan kontrakt tuzmaydi hech qanaqasiga. Chunki uni o'zini bazasi bor. U sizga ishonib qolmaydi hech qachon. Chunki xohlagan joyiga borib u ishlab keta oladi. Shuning uchun eng asosiy negizini oladigan bo'lsangiz, mana hozirgi kunda nega klientskiy bazasi bor xodim olmayman? Chunki u xohlagan payt chiqib ketib qoladi, chunki unga bog'liq hamma narsa. Meni qo'limda ushlab turadigan uni hech qanaqa kesim qolmaydi. Zo'r, qarang. Nima qilsa unaqa odamlarni olib qolsa bo'ladi? Bu baribir ko'proq foyda beradi-yu. Klientskiy bazasi bor xodim. Klientskiy bazasi bor xodimni ushlab qolish uchun eng asosiysi unga biza bilan ishlashda qay darajagacha chiqib yoki bo'lmasam unga asosiy o'zimizni, misol qaysidir filialimizni berishimizni tushuntirib o'tga rahbar qilib qo'yib, misol uni undan qaysidir ma'nodagi keladigan o'sha foydamizni undan olmaydigan bo'lib, faqat u boshqarib beradigan boshqaruvchi qilib tayinlasa, biz shu sohada yutamiz. Bitta yechim, zo'r yechim. Lekin uni bazasi bor-da. Uni bazasi bor. Ya'ni siz hozir noldan kimnidir ko'tarib 5 yillik shartnoma qilgandan ko'ra bazasi bor odam olsangiz tezroq rivojlanmaysizmi? Tezroq yugurmaysizmi oldinga? Tezroq yuguraman oldinga qarab, to'g'ri, lekin uni keyin o'sha xodimlarda bizda mana shunaqa fikr bor-da. Bu sohada aynan sartaroshlik sohasida mana shunaqa fikr bor. Men deydi, biz o'zim deydi, mana shu xonani misol uchun deylik, osanda arendaga hozir deydi 4 ta odam ishlatyapsiz, 4 ta odam bilan kelishadi-da, necha puldan beryapsan arenda deydi. Mana buncha puldan ber. Keyin o'zimiz bitta xonani olamiz deydi. O'zimiz qilsak deydi, biz ko'proq yana pul topamiz degan fikr bor deb o'ylaydi. Mana shunaqa deb o'ylaydi, fikri bor. Lekin uni tagidagi mehnati, uni tagidagi rasxoti, uni tagidagi tanitish, brendni asosini kuchaytirish degan narsalar u taraflarni o'ylamaydi, chunki unda ilm yo'q-da u tarafiga. O'shaning uchun noldan olib chiqsangiz, baribir o'zingiz ko'proq ishlaysiz. Qarang, deb o'ylaysiz. Hozir suhbatlashamiz-da. Yaxshi narsa, hozir yaxshi mavzuga keldik. Mana bu yerda biznes model to'g'risida gaplashyapmiz-da. Siz nimadan pul topasiz? Ya'ni qarang, kreslo sotishdan pul topasizmi? yoki qanaqadir boshqa manba bormi? Yoki misol uchun barberni sotib pul topasizmi? Yo ofis arendaga berib pul topasizmi? Nimadan pul topasiz?
Xo'p, qarang, men ikki xil yo'nalishda pul topaman. Hop. Bittasi kresloni sotib pul topaman, ikkinchisi barberni sotib pul topaman. Ofis sotib pul topmayman. Ofisdan topib bo'ldi. Demak, qarang. Sizni asosiy pul beruvchi birlik bu barbermi, kreslomi? Menga asosiy pul beruvchi kreslo. Barber emas. Yo'q, barber bermaydi menga. Ya'ni qancha bitta kresloda 2-3 ta barber ishlash mumkin, to'g'rimi? Smena bor-ku. Yo'q, bular har kuni ishlaydi, haftada bir kun dam oladi. O'sha bir kunda kim bo'sh turadimi kreslo? Yo'q, bo'sh turadigan kunga alohida yana dam oladigan odamlarni o'rniga yana 2-3 ta alohida xodim olib qo'yganmiz, chunki biz zapas xodim bilan ishlaymiz. Haligi aytganimizdek, qaysidir xodim o'zini klientskiy bazasini yig'ib olgandan keyin уже chiqib ketishga tayyor bo'lib qoladi. Kelib oldingizga men chiqib ketaman deydi-yu. Va bu yerda уже men xodim tayyorlab kelayotganimni ko'rgandan keyin o'zi ko'pchiligi chiqish kelmaydi, chunki ketida tayyor odam borligini ko'rib turibdi. Mana qarang, misol uchun men hozirgi kunda mana shu ofisimning o'zida, mana shu zalimda 15 ta xodim ishlaydi. 16 ta xodim ishlaydi, lekin kreslo sonim 12 ta. Yana urat. 12 ta kresloga nechta? 16 ta xodim. 16 ta xodim bo'ldi. 4 ta haligi bir-biridan 4 ta haligi dam kuniga tushib, unga ham har kuni klient berib boriladi-da, uni ham bazasi yaratilib boriladi-da. Qaysidir xodim ketaman boshqa desa, o'rniga srazu tushadi. Kreslo bo'shab qolmaydi. Bitta kresloda bir kunda nechadan nechga ishlaysizlar? Ertalab soat 8 dan kechqurun 11 gacha. Zo'r. Endi savol, bitta kresloni soatbay sotasizlarmi? Bitta choch olish, bir soatmi? Bir soat. Zo'r. Demak 23 minus 8 soat bo'lsa, taxminan 15 soat. 15 soat. Endi savol, 15 soatdan necha foiz zagruzka bo'ladi? Endi bo'sh bo'lib turadigan payt ham bo'ladi-ku. Hozir ham kirganda qanchadir foiz bo'shda. Soat qancha, necha foiz ishlatiladi? Endi taxminan bormi, hisob kitobimiz? Ha, taxminan bor. Mana qarang, hozir 12 ta kreslo bo'lsa, go payti keladi, hammasi to'la turgan bo'ladi, go payti keladi, qaysilari bo'shlar. Tabiiy. Endi hisob kitob qilganimizda bitta xodimda kun davomida o'rtacha 3-4 soati bo'sh qoladi. Bo'ldi, qarang, hozir nima bo'lyapti? Hozir muhim joyga keldik. 12 ta kreslo 15 soat 180 soat. 1 soatni necha puldan sotasiz o'rtacha? Hop, o'rtacha minimalni chek 150 ming. 150 soat sotish. Qarang, 150 ming. Demak, endi bu faqat soch olish. Endi boshqa xizmatlarga qo'shilsa pul qo'shiladi. Qarang. 27 million shu bir kunda topishingiz kerak bitta mana shu joyingizdan. 27 million. Necha pul topasiz? Foizni taxminan hisoblaymiz-da. Taxminan 15-18 million topiladi. Qarang, mana 17 deng, 20 hisobladingmi? Taxminan endi 60% plus minus bo'lyapti. Deb qarang, 40% yo'qotyapsiz-da. Shu 40%ingizni qoplash uchun klientskiy bazasi bor odam kelsa, mana shu 60 emas, zagruzka 70, 80, 90 bo'lishi mumkinmi? Mumkin, lekin hozir bular bilan ishlaganimda menga plus tarafi bulardan qarang. Bular 50-50 da. Qarang, 50-50 da. Klientskiy bazasi bor odam 50-50 ishlamaydi siz bilan. Hech qanaqasiga. Necha ishlaydi? Ular arendaga ishlaydi. O'shaning uchun men boya aytdim, kreslo sotaman yoki barber sotaman. Kreslo sotaman deganim, men mana shu joyni sizga qurib beraman-da. Mana shu joyni sizga, ya'ni mana shu 2 kvadratli joyni $500 arendaga beraman. Bu kreslo sotishda. Endi uni men oshira olmayman-da. Chunki u bilan do'g'ri bo'ladi, 1 yil davomida o'sha $500 u to'lab keladi. Endi men bularni sotadigan bo'lsam, bularda har xil holat bo'ladi. Hozirgi aytganimizdek, hozir mana 60% chiqyapti-yu, ertangi kunda 80% chiqishi mumkin. Indin kun yana 50% chiqishi mumkin. Lekin hisoblab ko'radigan bo'lsam, men ko'p 50-50 dan ko'p foyda ko'raman. Yo'q, tushunmayman. Siz hozir qancha topayotganingizni hisoblayapsiz-da. Men hisoblayapman, qancha topishingiz mumkin. Hozir 100 so'm topasiz-da, men sizga aytaman, ne 150 so'm topmayapsiz. Menda o'sha nima yetmayapti. Aytganimni sababi o'sha hozir qo'shimcha sizga pul bermaydi-da, hozir klientskiy bazasi bor odam. U sizga arendaga o'tiradi. Yo'q, bo'ldi, muammosi yo'q. Demak, qarang, bizda kelishdi, mana ikki xil barber bor. Bittasi o'zi tayyor bazasi bor, ikkinchisi klientskiy bazasi yo'q. Siz aytyapsiz, menga mamnun qulay deyapsiz, komfortliroq deyapsiz. Men yaxshi o'qiyman deyapsiz-da, qo'pol ketganda o'zir. Ya'ni yaxshiroq o'qiyman deyapsiz. Endi demak 40%
baribir orqali to'ldira olmas ekansiz. To'ldirib bo'ladi. 40%ni siz marketing orqali to'ldirishingiz kerak. Endi bu qismiga o'taylik. Nimaga to'ldira olmayapti marketing bo'limingiz? Nechta odam ishlaydi marketingda? Qanaqa qilib ishlaydi? Qanaqa qilib olib kelasizlar mijozlarni? Mijozni olib kelish uchun marketing bo'limim alohida bor. Ular mana shu ertadan kechgacha shu yerda o'tirib Instagram chaqringlar, suhbatlashamiz. Sizlarni biznes modelingizda biz bitta narsani tushundik, Akmaljon bilan, bu kreslo sotish ekan. Lekin kreslo sotishda bular endi o'zlarining mutaxassislik orqali 60% to'ldiryaptilar. 40% to'lmayapti. Nimaga degan savol. Marketing nuqtai nazaridan nima qilsak o'sha 40% ham to'lib, 100% kreslolar to'lgan bo'ladi. Xo'p. Hozir biz fokusimizni o'sha siz aytayotgandek kreslo to'ldirishga harakat qilamiz. Endi bundan nimada foydalanamiz, qanaqa argumentlarda desak, ijodiy yondashishga harakat qilamiz har bitta narsaga. Chunki inson ko'proq ko'rganiga ishonadi-da. Ya'ni bir insonni qayta ko'raversa, u inson o'zini yuzsiz urishi, o'zini qilayotgan ishi bilan, o'zini qobiliyati, mahorati bilan o'sha ko'rilgan insonni nima deydi, ongida qolib ketadi. Xo'p. Hozir marketingda shu narsa qilamiz, ya'ni har bitta bolani o'zini imkon qadar ijodiy, ya'ni qo'lidan keladigan salohiyatini, o'zini qilgan ishini yoritib odamlarga o'sha tanitib boryapmiz qo'ldan kelgancha. Internetdagi trendlardan foydalanib turibmiz orada. Endi bu trendlar uchun hozir internetda o'sha sotsial Instagramda misol uchun aylanayotgan trendlar juda ham ko'payib ketdi. Har bittasini misol deydigan bo'lsak, hozir juda ham yaqinda ommaga chiqib ketib qoldi. Har bitta soha qilib ko'rdi bu narsani. Keladi, misol uchun sartaroshxonaga kirib keladi, soch olish nech pul deydi. 100 ming desa, uzr, nech pul desa 200 ming deydi. Keyin hozirgina 100 ming dedingiz-ku, siz eshitibsiz-ku deydi. Bu xuddi shu mana trendni juda ko'pchilik qilishdi, har xil sohaga burib. Biz nima uchun trendlardan hozir foydalanib turibmiz? Azina o'zimizni auditoriyani egallashga va ularni ko'tarib olishga. Keyin asosiy prinsipi yana targetga, baribir tijoriy ishda har bittasi target asosiy masala hisoblanadi. Targetga alohida urg'u beramiz. Lekin biz butun umr targetga pul tikib, ya'ni targetdan faqat o'zimizga nima deydi, ijobiy, ya'ni bizni o'sha sartaroshxonamizga tashrif buyuradigan insonlarni yig'moqchi emasmiz. Biz insonlarni ishonchiga kirish uchun o'zimizni ichimizdagi salohiyatimizni, qobiliyatimizni, ijodimizni ko'rsatmoqchimiz. Yaqinda ham xudo xolisa shu bitta Akmal akam bilan bir orada bir azina gaplashganimizda ochuvdim mavzuni, ya'ni serial, internet serial qilmoqchimiz o'zimiz. Sohamizga tegishli. Sohamizga oid. Unda o'sha asosan misol uchun bitta glavniy giroy bo'lishi mumkin, tabiiy baribir. Lekin atrofida aylanadigan narsa o'sha sartaroshlar bilan bog'liq bo'ladi. Bu meni nazarimda hali hech qayerda qilinmadi. Bu hamma joyda qilyapti. Yo'q, endi sartaroshlik kafenyada qilyapti. Kafenyada. Bu O'zbekistonda qilmagan, lekin chetda ko'p bu narsa. Men endi buni nimaga anaqa sartaroshlik sohasiga deyotganim, men juda ham ko'p analitika qilaman, ya'ni boshqa sohalarni kuzataman. Kuzatganim evaziga o'sha bitta narsaga amin bo'ldim, hali sartaroshlik sohasida yo'q bu. Va xudo xohlasa biz shu bir oylar orasida hozir ssenariysida ustida ishlab qolamiz. Boshlasak, nasib qilsa, yaxshi rezultat beradi degan umiddamiz. Shu asosiy masala, fokusimiz faqat shu ijodimizni ko'rsatish. Bolalarni ijodkor qilib, chunki o'zini ishini sevgan inson bu ijodkor hisoblanadi. O'zini ishini sevgan insonni biz ommaga ko'rsatishimiz kerak. Ssenariyda sizni sartaroshingiz bo'lishi shart emas, baribirlaringiz bo'lishi shart emas, u aktyorlar o'ynaydi-ku. Yo'q, biz o'sha sartaroshlarni o'zini imkon qadar aniqmoqchimiz. Bizga qanaqadir nima deydi, kimnidir rol qilib o'ynab berish kerak emas. Bizga o'sha tabiiy o'zi. Boshqalar qanaqa qiladi seriallarni? O'ta aktyorlar o'ynaydimi yo'q? Endi chet elda, boshqalarda endi aktyorlar o'ynaydi. Nega velosiped ixtiro qilasiz? Yo'q, nimaga sababi? Chunki men aytamanki, boshqalar endi ular professional darajada ishlaydigan aktyorlardan foydalanishadi. Nima qilmaysiz shu narsa? Bunga juda katta mablag' ketadi. Yo'q, qancha mablag' ketadi? Bitta aktyor bir kunlik puli necha pul? Chet eldami? Yo'q, O'zbekistonda. O'zbekistonda misol uchun
katta professional aktyorlar oladigan bo'lsa 200-300 dollarga keladi. Ha, yasha. Ko'pmi? Endi hozir men o'ylagan, ha, biz o'ylayotgan seriyada bitta aktyor o'zi 300 dollar oladigan bo'lsa, men hozir o'ylayotgan serialimda 15 ta aktyor ishlaydi. Yo'q, yo'q, rostdan aytayapman. Hozir katta ehtimol bilan 15 tacha-da, u. Qo'rquv deyapti. Yo'q, katta ehtimol bilan 15 tacha. Hozir bu degani bitta seriyani o'ziga hozir 1000 dan oshiq pul ketadi-da. Shunaqa, bir kun bitta seriyasi bir kuningizga ketar, lekin bir kunda 3-4 ta seriya ko'rsangiz bo'ladi. 200-300 dollar bitta seriya. Oson narsa emas-da u. Biz ham hisoblatganmiz bu narsa. Mana, o ikkinchi masala. Qarang, asosiy narsa, men uchun tushunmoqchi bo'lgan narsamda, hozir zo'r gaplar gapirdingiz, lekin 60%, 70% nima qilishni yetmadingiz. 60%, 70% klientdan to'ldirish. 60% o'rtacha to'ldirayotgan ekanmiz. 70% qilish kerak, keyin 80 xuddi qilasiz. 100 ga sekin olib chiqish kerak. Nima yetmayapti? Bu 100da ozgina vaqt talab qiladi va bir klient o'rganishi kerak. Buning uchun biz misol uchun faqat chegirma yoki boshqa masalalar. Bu marketolog gap emas-da, klient o'rganish kerak. Marketologcha gapiring. Ya'ni qarang, bizda sizda nima, CGM bo'yicha tushadigan bo'lsak, customer journey map bilasizmi, to'g'rimi? Ya'ni mijozi. Ya'ni sizda nechta odam sizni taniyapti, nechtani tanitish kerak? Nechta odam nimaga aynan Brock House boshqa emas degan savolga javob topish kerak. Qanchasi bir marta bo'lsa ham soch olib ko'rish kerak. Ya'ni sizda mana baronkani boshqarasizda, marketing sifatida. To'g'ri. O'sha qaysisi baronkani qaysi qismida sizda proval bo'lyaptiki, 60% bo'lib qo'yapti, 100 ming bo'lmaydi. Bizda hozir ozgina o'sha bolalar hali sartaroshlarimiz o'zi professional bo'lsa ham yangi kelgan deb yo'qki. Xo'p. Ozgina mijozlarni ishonchiga kirib olishga ozgina qilyapti. To'xtang, hozir konkretlashtiramiz. Demak, sizni hamma taniydi. Faqat tanigan bilan sizda mana xarid qismida ishonch yetmayapti. Ha, xarid. Lekin sizni hamma anaqa taniydi. Shunaqa deb bilyapsiz, to'g'rimi? Hozir shunaqa bo'lib turibdi. O'lchaysizmi bu ko'rsatishdan? Qayerda o'lchaysizmi? Qayerda so'rovnoma qilasizmi? Necha foiz siz tanimayapti? Bu narsani men Instagramda aprosto o'zim mana qildim. Ya'ni u kunda biz bir kun chegirma e'lon qildik. Ya'ni qanaqa bu chegirma? Umuman mutlaqo tekin hisoblanadi. Mutlaqo tekin keladi, insonlar foydalanadi. Va undan keyingi anaqasida, undan keyingi kun, undan oldingi kunda biz 50% chegirma qildik. Va bir kun yana tekinga chegirma, ya'ni tekin e'lon qildik. Bu orada o'sha masala nimada bo'ldi? Analitikada insonlar tekin bo'lsa keladi, foydalanadi, bir marta foydalanadi, endi yog'i qimmat deb ketyapti. Lekin o'sha qimmatligiga yarasha sifati borligini boshqa joydagi bilan solishtirib ko'rmayapti ular. Tushunaman. Foiz qancha mana misol uchun? Foiz bizda hozir necha foiz keldi? Necha foiz qoldi mana misol uchun bepul kelganlarda necha foiz davom etish? Hozircha katta ehtimol bilan o'zi yaqinda bu narsani qildik. Hali analitikaga unaqa katta javob bermaydi, lekin 30% bor deb o'ylayman. Sababi o'zi 6-mayda qildik bu narsani. Bir hafta bu degani hozir sizda qanaqadir 30% degan raqam aytyapsiz. CRM bor, to'g'rimi sizda? CRM bormi? Bor. Nima CRM? Yo'q, CRM qo'ymaganmiz. Qanaqa qilib bilasiz bo'lmasa? Yo, uni CRM qo'ysak, uning nazina anaqa vaqti ketadi, keyin nima deydi? Bunday narsa. Yo'q, biz Instagram o'zidan analitika qo'yamiz-da hozir. Xo'p, qarang, mana men hozir o'zimnikini ko'rsataman sizga. O'zim boradigan joyimni. Endi nomini aytmay qo'ya qolamiz, qanaqadir bo'lib qolmasligi uchun. Menda kelmasamchi 2 haftadan keyin уже o'y deydi. "Ne kelmayapsan?" deydi. Bu programma yozadi, u qanaqadir odam yozmaydi. Mana misol uchun постоянно menga SMS keladi, mana oxirgisi qani. Mana oxirgisi bu eskisi ekan. Bu sartaroshlik sohasidan siz? Ha. Sizlarni primoy konkurentinglar. Постоянно yozadi-da, kech qolmayapsanmi, yaxshi bo'ldimi hamma narsani. Shuncha mana yozib turadi. Mana saniki, mana bola seni kutyapti deydi, mana xayrli seni kutyapti, kelgin deydi. De постоянно keladi bu narsa. Buni biz misol uchun siz endi anaqa qilgansiz, sayran ulangan sababi mana Akmal akamizlarga, ya'ni Akmal akamni личный o'zlarini brendi uchun, ya'ni o'zlarini Akmal Ahroxo'jayev nomi bilan ularni ham tanishga harakat qilganmiz, boshlaganmiz uni ham sekin-sekin. Faqat bularni o'zlariga qilsak, chunki bularda issiq, ya'ni har doimgi mijozlari. Yo'q, tushunmayman. Qarang, mana mijozlari bor-da, ya'ni vaqtma-vaqt yozdiradigan mijozlari bor ularni. Ko'rdim. CRM ko'rdim. Bularda bor. Savol boshqa joyda. Yo'q, savol boshqa joyda. Siz endi bular qarang, bular biznes egasida. Siz mutaxassissiz-ku.
siz nimaga kelib aytdingiz biza CRM qo'yishimiz kerak mana boshqa joylarda qilingan bu narsada chunki hali aytolmanku bolalar o'zi yaqinda ish boshlagan bolalar nima aloqasi bor sartarosh aloqasi yo'q bu odamlar bir martalikda ular bir martalik kelyaptida biz o'shalarni ishonchiga kirib olganimizdan keyin CRM qo'ysak arziydi deb o'ylaymiz nimaga sababi ishonchiga hali 100% kira olmadik biz o'sha kirish etapida turibmizda kirib olsak siz ishonchga kirdi kirmadi degan narsani ishonch raqamga o'girish kerakda ya'ni raqamga o'girish uchun sizda statistika bo'lishi kerak statistika bo'lishida sizda CRM bo'lishi kerak sizda qanchadir man aytaman man 2 hafta kirmasam menga voydod deb yozadi ana shu kunlar yana kirishim kerak yana sochlar o'sib qolgan o'zida yana voydod deb kiradi ana qachon kelasan anchadan beri sog'inib qoldik deydi bola chiroyli gap yozishni boshlaydi de Akmalni ham ko'rdim men bir oy oldin shaxsan o'zlari zapisda faqat CRM emasda bu o'zlarini Akmal akamni etabigacha baribir bor hali lekin bolalarni o'sha holatga olib kelib ishonchiga kirishimiz kerak siz nima uchun borasiz anaqa sartaroshingizga man sartarosh uchun boraman sartaroshni nimasi sizga yoqadi nimaga boshqa sartaroshga bormaysiz yo'q chunki siz ishonchingizga kirganmi ha o'sha ishonchga kirib olishimizga ozgina muddat yetmayapti-da bizda yo'q tushunmayman lekin o'sha ishonchga kirish uchun odam sizni tanishi kerak tanimayaptimi siz polniy o'lchash uchun sizda CRM bo'lishi kerak emasmi sizda ish bo'lishi kerak mana misol uchun qanaqadir odam sizga telefon qildi qayerda sizlar nima sizlar deb targibdan chiqdi o'sha odamni qanaqadir ma'lumotini olib qolasizlarmi aloqaga chiqishga nima kelmadingiz mana xabar oldingiz nega kelmadingiz necha foiz keldi necha foiz kelmadi bu masala bo'yicha ya'ni o'sha bir insonni ushlab qolishlik masalasi bo'yicha yaqinda ham Akmal akam bilan gaplashganmiz buni anaqani o'zlari aytdilar shu Bobur akaga anaqa qilavering dedilar ozgina ish masalasi ularni anaqa bo'lib qoldi ya'ni o'zi aslida ularning vazifasi emasda degandek muammolar ozgina bo'lib qoldi lekin uni hal qildik lekin hozir CRM qo'ymaganligimizni sababi ishonchga kirishimiz chunki hozir biz qo'yganimiz yoki qo'ymagan taqdirimizda ham qo'ymagan taqdirimizda ham ishonchga kirmagan narsaga siz ham bormaysizda sizga hozir savol beraman o'sha nima uchun boryapsiz nimaga aynan o'sha sartarosh nimasi bilan desamda ishonchga kirgan yo'q men boradigan joyda servis mo'shniy misol uchun aytaman man ana kelishimda mana man telefon qilib zapis qilaman zapis qildim menga SMS keladi tasdiqlanib keladi SMS keladi bo'ldi mana bu kunni belgilaysanman deydi o'sha kuni 2 soat oldin 3 soat oldin yana nima qiladi esingdan chiqib qolmadimi deydi de 10 minutgacha kutamiz keyin berib yuboramiz joyini deydi misol uchun ogohlantirib turib ham qo'yadi-da borib kelgandan keyin yana keladi SMS yoqdimi hammasi joyidami deydi tushunyapsizmi keyin 2 haftada 2 haftami 3 haftada yolg'on o'qimasin 2 hafta 3 haftada kelmasam yana yozadi ya'ni ishlar bilan bo'lib cho'chizgan qaramaydigan payt bo'lib ketadi u esiga tushib turadi hozir to'xta deyman ya'ni vaqtini tanlayman yozaman misol uchunda ya'ni aytmoqchimanki nima aloqasi bor tanish hozir siz aytyapsiz man gilos yemayman chunki kecha oshga borganman deyapsiz ikkita bir-biriga bog'liq emas bo'lgan narsada siz misol uchun taniqli inson yoki o'sha nima deydi ko'zga ko'ringan inson bo'lganligimiz uchun siz ham men ham biz har 2 haftada yoki har bir oyda maksimum 2-3 marta kelib sochimizni to'g'irlatamiz-da. Xalq har doim to'g'irlatmaydi. Ular sharoitiga qaraydi, vaziyatiga qaraydi. Biz o'sha nima demoqchimanki, ya'ni biz o'sha siz hozir oldirayotgan summada servis xizmati ham ichida juda a'lo darajadaligini bilasiz va bundan ko'ra o'zingizni qadr-qiymatingizni yuqoriroq qo'ying degan masalaga urg'u berib turib, odamlarning ongiga shu narsani singdirib olganimizdan keyin bizga nisbatan ishonchi oshadi-da insonlarning. Ya'ni ishonchi oshgandan keyin keladi ular. Ana o'shanda CRM qo'yib qo'ysak, ya'ni o'shanda paytda CRM qo'ysak, o'shanda menimcha to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Bu endi meni taxminiy fikrim. Tushundim, yaxshi. Chunki nimaga hozir qo'yganimiz bilan ham borku, nima deydi? Hammasi холодныйlik bo'lib qolyapti bizda. Холодный bo'lib qolyapti-da, ya'ni keladi, birta ko'radi, bo'lib ketib qolyapti-da, uni misol uchun keyingi safar kelishi uchun biz o'shani CRM qo'yishimiz ham kerak, lekin uni keyingi safar kelishi uchun ko'proq biz bu yerda optimalni o'zimizni anaqamiz, ishimizni ko'rsatib olishimiz kerak-da. Qo'ng'iroq qilgungacha undan ko'ra o'zim shunga boray deydigan darajaga aniq olmoqchimiz. Ya'ni bir insonning ishonchiga haqiqatda kirib olaylik. Tushundim. O'shanda. Tushundim, bo'ldi. Rahmat kattakon. Alloh razı olsun, sog' bo'ling. Rahmat. Men hayotimda bir nechta o'sish nuqtasi bo'lgan. Birinchi o'sish nuqtam bu maktabda bo'lgan, ya'ni 11-sinfda fizika matematika litseyga o'tganman va o'tda faqatgina o'qish, ilm atrofida yig'ilgan sinfdoshlar bilan birga 1 yil o'qiganman va juda katta o'sish his qilganman. Shu maktabda o'qigandan keyin
moliya institutiga butun abituriyentlarning ichida ikkinchi eng yuqori natija bilan institutga kirganman. Keyingi katta o'sishlarim bu O'zbekistondagi ilk biznes klubida bo'lgan, ya'ni Book Cafe klubida bo'lgan. 14 yilcha avval mashhur tadbirkorlar Book Cafe degan biznes klub atrofida yig'ilishni boshlagan va o'sha muhitda juda tez o'sishni boshlaganman. Daromadlarim qisqa vaqt ichida bir necha barobar o'sishni boshlagan. Qanday qilib muhitni o'zgartirgan? Birinchi vaziyatimda maktabda hech kim o'qishni xohlamaydigan Qoraqamishli maktabdan hamma o'qiyotgan fizika matematika litseyga kirganimdan keyin men ham shu muhitga kirishib ketib o'qishni boshlaganman. Bu kafega kirganimda men oddiy bir yollanma bir rahbar inson bo'lganman, lekin tadbirkorlar ichida yurib men ham tadbirkorlikka kirib qoldim. Ya'ni eng katta odamni o'stirishga olib keladigan, o'zgartiradigan narsa bu muhit va biz bu muhitni full kontakt loyihamizda yaratishga harakat qilamiz. Har kuni bir nechta post orqali meni oldimda yurgandek bo'lasiz. Loyihani nomi ham full kontakt, ya'ni men bilan polniy kontaktda bo'lasiz. Doimiy ravishda oldingizda yurganimdek his qilasiz, chunki doimiy ravishda ovozli xabarlar orqali endi o'zim nimadir o'rganyapmanmi, qaysidir uchrashuvdan chiqdim, qanaqadir insightlar oldimmi, joyida sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Qisqa vaqtda tez o'smoqchimisiz? Full kontakt loyihasiga kirib ko'ring. Shubhalanayotgan bo'lsangiz, 7 kunlik bepul muddatimiz bor. 7 kun bepul foydalanib ko'ring va ma'qul bo'lsa qolasiz, ma'qul bo'lmasa chiqib ketasiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun video tagida havolani bosing. Biznes model nuqtai nazaridan mana biz ko'rdik, asosan baribir kreslo sotyapsiz. Hozir umumiy 3 ta filialingizda nechta kreslo bor? Xo'p, umumiy hozir общий filialimizda 35 ta kreslo bor. 35 ta kreslo. Endi biz filial bo'yicha suhbatlashmaylik siz bilan. Kreslo bo'yicha suhbatlashaylik. Ya'ni men 3-filial ochdim, 10-filial 100-masda va mana 30 ta kreslo, 50 ta kreslo, 1000 ta kreslo degan narsa. Nima omili bor? Tez kreslolarning sonini oshirish. Ya'ni hozir qo'pol qilayotganda siz baribir emassiz-da. Siz kreslo sotuvchi inson bo'lib chiqyapsiz. Kreslo sotuvchi. Ha, nima qilsangiz ko'p kreslo sotishni boshlaysiz? Xo'p, men brendni rivojlantirib turib ko'p kreslo sota olaman. Hozirgi kunda brendimni rivojlantirib, brendimni reklamasini orqasidan ko'p kreslo sotyapman. Asosiy qilayotgan ishim brendga kuch beryapman, brendni tanityapman, brend tanitgan orqali, misol uchun o'sha xodim o'zi kelib, o'zi kresloyimni sotib olishni boshlagan hozir. Zo'r. Mana shu modul orqali ishlayapman. Zo'r. Endi qarang, bu yerda biznes model nuqtai nazaridan siz qaysidir yangi joy ochsangiz, u joyga siz pul tikyapsizmi? Taxminan bitta tochkaga necha pul ketadi? Xo'p. Tanlanadigan yo'nalishiga qarab, misol uchun premium, o'rta, luxury filial qilishingizga qarab turib ketadi. Endi общий hisobda hozirgi kunda mana yonimizdagi premiumga tayyorlayotgan joyimizga общий hisobda 50 mingga yaqin pul ketdi. 50 ming. Zo'r. 50 ming ichida nechta kreslo taxminan? 12 ta kreslo bor bu yerda. 12 ta kreslo. Bu bo'ti taxminan bu degani 50 ming bo'lingan 12 bo'lsa, taxminan 4166, 4200 dollar, 4000 atrofida bitta kresloz bor. Endi siz 1000 ta kreslo qilishingiz kerak. Ko'paytiramiz 1000 ta deylik. Bu hozir 4 million pul tikishingiz kerak. Har doim o'zingiz pulingizni tiksangiz, sekin-da bu jarayon. Nima yo'l borki, siz pul tikmasdan kreslolarning sonini 1000 ta qilib olish uchun. Chunki sizni biznesingiz kreslo sotishda. Meni biznesim kreslo sotish. Men kreslo sotib turib pul topaman asosan o'zi. Shunaqa. Menimcha bu investor jalb qilsam kerak. Investor jalb qilib turib, investorga tiktirib turib, kresloni sottirishda. Ha. Hozirgi kunda eng qulay variantim shu. Zo'r. Ya'ni har doim ham o'zingizni pulingiz orqali tez o'solmas ekan. Tez o'solmayman unda. To'g'ri. Dunyoda sizga o'xshagan biznes model, eng muvaffaqiyatli biznes model qaysi? Dunyoda eng katta baribir shu bormi? Bor. Qaysi? Top Gun degan. Qayerda joylashgan? Rossiyada. Hozirgi kunda o'zi dunyo bo'yicha 574 ta filiali bor. Zo'r. Nechta kreslosi bor? Yo'q, bilmayman. Ha, men bularni ko'rdim, bir intervyusini ko'rdim. Har qayerda Rossiyada nima qiladi? O'zi 500 ta bo'ldi. Men ko'rganim 150 ta shunaqa edi. Dunyoda eng katta 500 tadan oshdi. Eng katta franshiza shunda. Zo'r. Top Gun'da hozir. Bu qarang, bular franshiza qilib sotadi. To'g'rimi? Bular birovni pulini tiktiradi. Nima siz u modelga ketmayapsiz? Bu modelga endi mana hozir keyingi etapimda shuni yo'lga qo'ymoqchiman, chunki
endi baribir oldin ishonchga kirishim kerak-ku baribir brendimni rivojlantirib olganim endi meni fikrim ishonchga kirib turib kimdir rivojlanishini ko'rgandan keyin o'sha pul tika olaydi-da. Misol uchun ana eshitmasdan turib qaysidir hozir masalan sizga kesada falon joyda baribir shu bor ekansa qayerda ekan nima ekan deysizda. Lekin Brock House'ni o'sha hamma eshita olsa, odamlarni ongiga singdirib olganimdan keyin men franchiza sota olaman deb bildim-da. O'shaning uchun uni reklamasi, brendi bilan shug'ullanib, 3 ta filial qilib, 4-inchisidan o'sha men franchiza berishni boshlashni niyat qilganman. Xudo xohlasa. Franchizadan ilmi bor edi, to'g'rimi? Franchizadan endi qarang, siz aytyapsiz, Top Gundan, Top Gun men uchun chempion kompaniya deyapsiz. Top Gundan kim sizda ishlaydi? Maslahatchi bo'libmi yo top menejer bo'libmi? Nimaga olmaysiz? Nimaga velosiped ixtiro qilyapsiz? Tayyor-ku biznes model. Buni hali o'ylab ko'rmadim. Qarangda, ya'ni siz agar tasavvur qiling, Top Gunga chiqdingda, qanaqadir top menejerni ishga oldik. Maslahatchi qilib, biz ham o'tirish shart emas. Ya'ni aynan franchizaga javob beradigan menejerni oldik. Hamma matematikasini sizga chizib bersa, endi baribir chetdan ko'rgan boshqa, ichidan bilgan odam boshqa-da, ko'p nyuanslari bor. Sizga matematikalarni chizib bersa, biznes modellarini chizib bersa, qanchaga tezroq yurishni boshlaysiz? Ancha tez yuraman. Yugurasiz-ku, yugurishni boshlayman, o'zi yurmayman, o'zi. Tayyor-ku biznes model. Nega copy paste qilmaysiz? Xitoy qanaqa qilib tez rivojlanib ketdi mashinada? Nima qildi ular? Xitoy qaradiki, aytdiki, qaradida dunyoda eng krutoy kim dedi? Mercedes dedi, BMW dedi, Ferrari dedi. Hammasi o'sha yerdan zo'r xodimlarni oldida olib kelib o'tkazib qo'ydi. Xitoy mashinasi ulardan kam emas-da o'zi. Hozirgi kunda. Lekin o'zi qilganda qila olmasdi-da. Qilgan odam olib kelyapti-da. Siz hozir o'zingiz qilyapsiz. Sekin emasmi anaqa? Ya jarayonim sekin lekin. Ha. Bu jarayon juda sekin. Hozir ani emaylashdan endi yurishga o'tdim-da. Ha, yashang. Emaylashdan yurishga o'tdim endi. 5 yil bo'ldimi? 5 yil bo'ldi. 5 yilda 35 ta kreslo qilibsiz-da. Top Gun nechta qildi 5 yilda? Adashmasam 2 yilda 150 ta filialni qildi. 2 yilda 150 ta qilgan. Shunaqa. O'zi tegi marketolog bo'ladi adashmasam, to'g'rimi? U sartaroshga aloqasi yo'q. Bu marketing bu agentlikdan qayerdadir ishlagan. Bir ko'rdim intervyusini bir necha yil oldin. U 2 yilda 150 ta qilgan marketolog bola, to'g'ri aytyapsiz. Hozirgi kunda yugurayotgan o'sha-da. Top Gun'da dunyo bo'yicha. Endi savol. O'sha Top Gun'ni qaysidir top menejeriga aloqaga chiqsangiz, miyada cheklov yo'qmi? Normalmi? Siz bilan gaplashadi, to'g'rimi? Undan qo'rqmaysiz chiqishga bo'ldi. Chiqdingiz. Nima qilib qiziqtira olasiz o'zingizga? Menejermi? Mana men o'sha menejerman, ishlayapman, Top Gun'da ishim yaxshi, oliy olman, boshqa qilman deb. Menga aloqaga chiqyapsiz, menga qara, kel, menga maslahatchi bo'lib kel deyapsiz-da, misol uchun. Nega borishim kerak? To'g'risi desam, bu tarafini hali o'ylamaganim uchun ham, lekin o'zim boya aytdim-ku, mana shu sohada o'sishni xodimga bildira olsam, o'sha xodim men bilan ishlaydi deyapman. Boya aytdim-ku, endi u menejer o'zi cho'qqida-da unga. O'zbekistondagi endi sharoitni tushuntirib turib, masalan, O'zbekistonda bozorida qanaqa o'sishni ko'rsatib bera olishimiz kerak. Zo'r. Endi sizga savol yana orqaga qaytyapmiz-da, chunki hozirgi savolga javob berish uchun yana orqaga qaytishga to'g'ri kelyapti-da. Siz nima barber shop ochgansiz? Pul topish uchunmi? Pul topish uchun yoki nomer 1 bo'lish uchunmi? Ha, bu sohada barber shop ochayotganingizda men pul topaman, yo'q. Anaqa birovni qo'lida ishlamay o'zimga xo'jayin bo'lay deb ochganmisiz yoki bu sohada nomer 1 bo'laman deb ochganmisiz? Yo'q, men bu sohada o'zi endi baribir negizi baribir pul, baribir manfaati moddiy tarafi ham bo'ladi. Bu обязательно pul topishim kerak. Men ko'p pul topishni xohlab ochganman o'zi aslida. Niyatim buzuq bo'lgan. Niyatim bo'lgan, lekin to'g'risi niyatim bu sohada baribir ko'p pul topish bo'lgan. Zo'r. Endi qarang, qorningiz to'ydi qanchadir. Niyatni o'zgartirish kerak emasmi? Niyatni o'zgartirish kerak. O'sha o'zgartirish uchun harakat qilyapman, lekin. Qarang, endi niyatni o'zgartirsangiz agar qarangda, mana misol uchun siz top menejerga chiqyapsiz, Top Gun'ni. Aytyapsizki, menga qara, men ko'p pul topmoqchiman, menga maslahatchi kerak, undan ham ko'p pul topish kerak degan gap bo'ladi endi sizda hozir. Chunki niyatingiz shu-da. Endi agar niyatingizni o'zgartirsangiz, aytsangizki, men hozir 1-2 yilda O'zbekiston nomer 1 bo'lmoqchiman.
keyin man dunyoga chiqmoqchiman, nomer 1 bo'lmoqchiman, Yevropa nomer 1 bo'lmoqchiman, Amerikada ham ochaman, nomer 1 bo'lmoqchiman. Menga mana shu tur beradigan odam kerak deb ikkita variantda, qaysi biriga ko'proq qiziqish ehtimoli bor? Dunyoda birinchi bo'lishiga. Ha, demak, sizda qanaqa niyat? Yana niyatga qaytamiz. Yo'q, hozirgi niyat. Boshligini tushundik. Soqqa, hozirchi. Hozir уже qaysi siz aytgandek, qaysidir ehtiyojlarim moddiy taraflardan уже qoni bo'ldi. Уже men hozirgi kunda nomer 1 bo'lishni xohlayman. Qayerda? Dunyoda. Xo'p, qarang. Endi siz dunyoda nomer 1 bo'lmoqchi bo'lsangiz. Maqsadim ham shu sohada ertaga misol uchun bizdan keyingi avlodlar, kelajaklar bu sohada kimlar bo'ldi deganda, mana shu kuchli 5 talikni sanaganda bittasida nomim bo'lishni xohlayman. Dunyoda kuchli 5 talikda. Qarang, dunyoda 5 talik, qarang, dunyoda nomer 1 bo'lish uchun dunyodagi hamma shartni baribirlarni urish shart emas-da. Dunyoda faqat o'sha Top Gun'ni ursangiz bo'ldi-da, nomer 1. Boksda chempion bo'lish uchun Tayson urgan yetadi-da. To'g'rimi? Endi unda 500 ta. Endi siz 500 ta qilganingiz uchun unda 1000 ta bo'ladi. Nima qilib o'tib ketmoqchisiz? Undanmi? Uni уже ham puli ham ko'p уже. Uni уже investitsiyasi katta уже. Investitsiyasi katta. Har bitta yangi tochkadan siz hozir har bitta yangi tochkaga 50 ming ketqizsangiz, u har bitta yangi tochkadan kamida 50 ming pul topadi. To'g'rimi? Siz uy joy qildingizmi kelgandan keyin o'tga? U arenda kvartirada turadi hali ham. Topgan pulini reklamaga ishlatadi. 1 million dollar qanchadir aytdi, bir tochkada 1 million dollar, 1 millionni sразу reklamaga ishlatadi. Bizda o'zbekchilik birinchi o'rinda video qolamiz. Tushunasizda? Endi savol, mana sizni konkurentingizda endi bir bo'lmoqchi bo'lsangiz. Уже Top Gun'ga qarab, Top Gun'ni strategiyalarini olib, mana qancha ishlatasiz reklamaga pul? Bir oydanmi? 5 ming. 5 ming. U 1 million dollar. Qanaqa qilib birinchi bo'lmoqchisiz? Endi olib kelib o'sha niyatimni tushuntiraman endi unga hozir. Niyat tushuntirib, nima bo'lish, qanaqa bo'lishim kerakligini oldin maslahatchiga tushuntirib, qanaqa yo'l yo'riqda nima qilishim kerakligini aytib, qiziqtirib, endi o'sha narsa bo'yicha ishlayman hozir. Tushundim. Qiziq savol-da. Ya'ni, qani bizda endi ko'p o'zbek tadbirkorlar bilan ishlaymiz-ku. Xayoliga kelmaydi-da. Eng zo'r bo'laman ham demaydi, faqat ana pul topaman, uy joy qilaman, uy joy topgan, uy joy qildi, yaxshi mashina oldi, zerikanda ikkinchi xotin ham olaman deydi. Chunki ana katta ambitsiya yo'q-da. Sen agar yo'q, menga qaraki, dunyoga chiqib, o'tga chiqib, bo'tga chiqib, mana o'zbeklar ham dunyoda qanaqadir katta biznes qilsin degan davay desam-chi, ko'plar qabul qilmaydi. Nimaga qabul qilmaydi? Nima deb o'ylaysiz? Chunki qabul qilmasligi yasnada, baribir biz o'zimizdan boshqa hech qolmayapmiz-da. O'ylovimiz cheklovlar bor-da bizda miyada. Ha, birovdan yomon choch olasizmi? Yo'q, men choch olish yomon emas, lekin miyada cheklov bor. Mana shu O'zbekistonda xodimni ko'paytirib zo'r bo'lsam bo'ldi deb cheklov qolib ketib qoladi-da, o'shan bilan yurib, dalshi yura olmayapmiz-da. Nimaga deb o'ylaysiz? Endi mana o'zingizdan kelib chiqib ayting. Umumlashtirmasdan. Nimaga shu kungacha qanaqadir real qadamlar qilinmagan? To'g'ri, ana tilda bor, dilda bormi yo'q bilmayman, tilda bor, tilda ham bor. Zo'r. Nimaga qanaqadir real qadamlar yo'lga qo'yilmagan? Ilm kamlik qildi, to'g'risini aytsam. Ha. Birinchi navbatda shu narsa kamlik qildi. O'zingiz ilm doim olaman deyapsiz. Yo'q, olaman, lekin YouTube'da ko'raman, kitoblar o'qiyman, yo'q, o'qiyman, kitob. Baribir qo'rquv bo'ldi-da o'sha tarafdan. Menda qo'rquv bo'ldi. Zo'r, mana shu qo'rquv to'g'risida gaplashaylik. Qayerdan keladi shunaqa qo'rquv? O'sha narsaga erishish uchun harakat qilsam-da, misol o'xshamasa, bo'lmasa nima qilaman? Uyat bo'ladimi? Keyin o'rtoqlar nima deydi? Ha, qara, kaka qilib qo'ydingmi deydi, nima deydi? Choqarada uyalib qolasizmi yo'q nima bo'ladi? Nega? O'sha narsani qila olmadim-da. Endi shu narsaga lekin niyat bor. Anaqada emas. Bizning maqsad bu yerda yoritishda, mana muxlislarimiz bor. Bular ham tadbirkor muxlislar asosan. Tadbirkor bo'lmoqchi bo'lganlar bor. Mana shu bizga afsuski mana shu qo'rquv degan hislar juda qattiq rivojlangan. Ko'p tadbirkorlar ko'raman, ayniqsa kichkina tadbirkorlarda ko'raman. Bu qarang, aytaymi, даже mana bitta narsa solishtiraman. Endi biz Qozog'iston, Rossiya, boshqa tadbirkorlar bilan ko'p suhbatlashaman-da.
kichkina tadbirkor O'zbekiston va kichkina tadbirkor Qozog'iston va kichkina tadbirkor Rossiya bir-biriga shunaqangi o'xshashki, o'zbek kichkina bilan katta o'zbek tadbirkor juda katta farqi bor. Lekin kichkinalar butun dunyoda bir-biriga o'xshash. Kichkinalar butun dunyoda shu yetgan qo'rquv bor miyada. Bu faqat o'zbekda emas. Mana bunda o'ylab ko'rsada, o'risda ham bor, misol uchun Qozog'istonda ham bor. Lekin o'shanga ham kichkinami yoki qo'rquv bo'lganiga kichkinami yoki kichkina bo'lganiga qo'rquv bormi degan savolda, ya'ni qayerdan kelyapti o'sha qo'rquv? Mana sizdan oladigan bo'lsak, qayerda ya'ni yoshlikda bolam shu tinchgina mana shu yerda yurgan deb ota-onadan qanaqadir cheklov qo'yganman. Nimaga dunyoga chiqmaysan degan. Lekin menda shunaqa bo'lgan rostdan. Chunki siz story aytasiz, hozir mana ota-onadan bo'lgan birosiz. Men o'zi aslida bu sohani boshlagandan keyin to'g'risini aytsam, Dubayga ketib ishlamoqchi bo'lganman. Dubayga borib turib shu sohani rivojlantiraman deganman, lekin yo'q ketmaysan, qo'y o'g'lim, mana shu yerda qilyapsan, o'sha pulingni topib-ku degan narsa bo'ldi menda. Ikkinchisida keyin Amerikaga viza olgan joyimda qaytarib yuborishdi meni. Olgan joyimda qaytdim, ishonsangiz. Yo'q, qo'y deyishdi. Bo'ldi dedim, yana qaytdim. Keyin mana o'sha o'qiyman, ilmga borib, mana shu biznes strategiyani o'rganaman deganimda ham senga yerda choch oldirishni o'rgatishadimi? Sen chochingni olsangchi, qo'ysangchi, bo'ladigan ishni qilsangchi. U yerda sen nimani o'rganarding? Sen biznesmen emassan degan fikrni yana berishdi. Atrof muhit shunaqa ko'p fikr berdi. Oxiri men aytdimki, "Men qaranglar" dedim, hech bo'lmasa dedim, o'sha yerdan dedim, ertaga bolalarimga bir maslahat beruvchi ota bo'lib chiqarman dedim. Ja bo'lmasa, menga soch o'rishni o'rgatmas dedim. Mayli sartaroshxonani yurg'izishni o'rgatmas ular, xo'p dedim. Lekin dedim, o'sha biznesmen sifatidagi otani yaratib bera olarman dedim. O'sha xususiyatni shakllantirib bera olar dedim. Chunki o'g'illarim bor. O'g'illarim hozir o'sha mana katta bo'lib qoldi hammasi. Lekin menda shu o'g'illarimga cheklovni bermadim. 4 yoshidan boshlab sportga berdim. Oyisi aytdi, misol uchun hali aytganimizdek chetga chiqadi, boshqa dedi, ustozi hozir o'sha Yevropada yuribdi. Hozir bolalarim sport bo'yicha ketgan. Yevropada yuribdi. Oyisi boshida hali o'zimizda bo'lgan voqea bo'ldi-da. Yo'q, qo'ysangiz qanaqa qilib ketqizaman, bu ketadigan bo'lsa, men ham birga ketaman deb turib oldi-da. Qayoqqa ketasan? Bu o'g'il bola hammasi. Endi qizim yo'q-da. O'g'il bergan Alloh hammasi o'g'il. O'sha hammasini sportga berib yuborganman. Zo'r. 4 to'lovi anaqada sportda, endi kichkina, hali kichkina, 2 yosh endi. Lekin mana hozirgi kunda o'sha hozir mayli iyunda Xorvatiyaga ketishadi-da o'sha. Maşalloh. Mana hozir kattasi. O'zi miyalar zo'r, bemalol. Miyalar ochilib bo'lgan, ular bilan suhbatlashsangiz, o'zini tengdoshi bilan qo'yib suhbatlashadigan bo'lsangiz, u vobshe boshqa dunyo beradi. Umuman boshqa hislatni ko'rsatib beradi. Men hozir o'sha bolalarimni ko'rsatib ularga aytaman-da, mana o'sha deylik ota-onamga, endi otamiz o'tib ketgan, onamga, akamga aytaman-da, mana qaranglar deyman. Даже ishonsangiz, meni akam shunga qarshilik bildirgan. Hali bu bola-ku, bu 5 yashar bola, qanaqa qilib jo'natib yuborasan? Cho'chmaysanmi? Bu begona yurtda birinchi chiqqan joyi bularni Qozog'iston bo'lgan-da o'zi asli. Ya'ni o'zimizni viloyatdan tashqarini aytmoqchiman-da. Qozog'istonga chiqdi, Qirg'iziston, Tojikiston, o'sha ketdi, Dubayga chiqdi, Turkiya, Xitoy davlatlariga borib keldi. O'sha Malayziyaga borib keldi bu sohada, mana shu sportda. Hozir mana O'zbekiston federatsiyasiga a'zo bo'ldi o'sha. Qarang, bola mana avtomatik o'sib ketyapti-da o'sha narsaga. Bizda o'sha yoshlikda qo'yib qo'yildi-da shu cheklov. O'sha bilan qolib ketdi. Endi o'shani o'stirishim kerak deyapman-da. Hozir endi o'sha fikrlashim o'zgardi-da men. Hozir o'sha qo'rquvni chetga surganman. Hozir 4-filialni niyat qilib turibman, lekin o'zingiz pulingizga. Yo'q. Уже молодец. Уже investorga o'taman. Bo'ldi. Уже o'zim pulim tikmayman boshqa. Zo'r. O'zim pulimni endi mana pulni o'stirish yo'li ham bor. O'zi misol uchun mana o'zbeklarda mana bunaqa narsa ham ko'p rivojlanib qolganda, bilasizmi, pul topadi, kvartira oladi, kvartirani arendaga berib qo'yaman deydi. Passivniy dohod kelib turadi o'sha yerdan deydi. Uni qachon chiqadi, o'zingiz ham intervyuingizda aytgansiz, men nejiloy ko'p olaman. Chunki nejiloyi protsenti katta beradi, 12-14 beradi. Jiloyiga misol uchun 5-6% beradi. Intervyuingizda ko'rganda shunaqa degansizda. O'sha fikr menda qoldi-da. Hozir men ham shunaqa fikrda yashardim lekin. Mana hozir bu sohadan tashqari boshqa bizneslarim ham bor-da o'zimni. Boshqa bizneslarda ham o'sha yerda o'stirishni, uni 2 karra, 4 karra, 4x, 5x ko'paytirishni pulni o'ylamasdim-da. Olib qo'ydim, menda qoldi, o'sha qolishi kerak menda.
hozir uni sotsam yo ko'paytirsam keyin ketib qolsa nima qilaman degan fikr ham bor edi. O'sha o'rganib eshitganimdan keyin yo'q, bu fikrim noto'g'ri ekan degan fikrga kelganman-da. Zo'r. Qarang, hozir qo'rquvga qaytaylik-da, oxirigacha tushunib olaylik. Ya'ni qo'rquv shu bizada yoshligimizda bizani katta qilgan ota-onamiz yo shu atrof muhitimiz, oila a'zolari, ya'ni yaqinlar qanaqadir shu qo'rquvni miyamizga tiqqan. Chetda bunaqa narsa yo'q. Tushunyapsiz? Aynan bizga xos bo'lgan qanaqadir shu bolam oldimda o'tirsin degan bizada endi boshqalarga qaraganda ancha kuchliroq-da. Bitta o'g'il bo'lsangiz kerak bo'lmasa agar shu. Yo'q, o'g'il albatta, okangiz ham bor dedi, to'g'ri. Demak, baribir qo'yib yuborishmagan. Yo'q. Men bitta tanishim bor, aytyapti, endi boy oiladan, tadbirkor, lekin shu yerda o'qigan Toshkentda. Men aytayapman, sharoitingiz bor ekan, otangiz katta tadbirkor ekan, necha yil o'qimadingiz desam, "Men akam bor" dedi. Qaysidir Krutoy Yevropa, Amerikada universitetga o'tdi deyapti. Imtihonni topshirib o'tdi, qabul qilindi deyapti. Viza ham olibdi, Amerikami, qayergadir xolos viza ham olib chiqqan. Keyin oxiri surpriz qilib ota-onasiga kelib, "Ada" degan, "Mana shunaqa joyda qabul qilindim. Xudo xolasa zo'r joy, ya'ni Krutoy joyga kirgan, top 50 ta 100 ta universitetga kirgan dunyoda." "Voy, malades o'g'lim, kel bir o'tiramiz, o'tirish qilib beramiz, osh qilib beramiz" deb o'g'lini chaqirgan. "Qani pasporting" degan. "Qani ko'rsat" degan. Bitta qilib shunday olib shuni yirtib tashlagan. "Mana borasan" degan. Tushunyapsizmi? Keyin yana o'sha ukasi bilan tanishmiz. Ukasi aytadi, "Men o'sha endi harakat ham qilmadim shundan keyin" deyapti-da, o'sha ota-ona qarshida. Ya'ni biz o'zimizni yoshlikdan chopfolmiz bu narsani. Endi qarang, bo'lgan ish bo'ldi. Lekin o'zgardingiz-ku. Nima o'zgartirdi? Kim o'zgartirdi? Sizlar sabab bo'linglar o'zgartirishga. Endi biz endi YouTube u yoq bu yoq bir kun suhbat qanchalik ta'sir qiladi bilmayman. Muhitda anaqasi bormi? Yo'q, qanaqadir. Yo'q, muhitda ta'sir bo'ldi. Qarang. Men o'zi bunaqa boshida qilmaganimni yana bitta sababini aytmanman sizga o'zi aslida. Mana shu birinchi joyni ochayotganimda meni qo'limda pul bo'lmaganda o'zi aslida. O'qib chiqqanimdan keyin pulim bo'lmadi. Men investor bilan ishladim. Investor bilan ishlaganimda hamma yozuv-chizuvlarni qilib, hammada dogovorlarni qildi-da. Endi boshida baribir любой biznes yurib ketishi ham sразу yurib ketmaydi, hammasi Allohdan. Endi 6 oy kutildi-da, 6 oydan keyin aytildiki, o'sha dogovorda yozganimizda 6 oydan keyin ikkinchi filialni ochamiz degan dogovorimiz bor edi. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Endi biznes birdaniga yurmay qoldi. Boshida 6 oyda pribul kelmadi hech qanaqa. Investor keldi-da, "Meni pulimni ber, men chiqib ketaman" degan fikrni berdi menga. Lekin bizani dogovorimizda yozilgani bo'yicha u yerda investor chiqib ketadigan yoki men chiqib ketadigan bo'lsam ham 1 yil davomida pul qaytarib berilishi kerak deb yozilgan joyi bor. Lekin u investor shunaqa narsa aytdiki, "Men pulim tezroq kerak, men boshqa narsaga tikaman, menga topib bermasang bo'lmaydi" degan fikrni berdi. Men xo'p deb ko'chadan qarz havola qilib bo'lsa ham olib, investor pulini berib, roziligini olib, chiroyli tugatib chiqib ketdim. Investor qilmaganimni bitta sababi ham shu bo'lib qoldi demoqchiman. Cho'chib qoldi. Yana bitta qo'rquv paydo bo'ldi. Yana bitta chuqurcha paydo bo'ldi-da. Tushunyapsizmi? To'xta dedim, investor shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zim qilaman degan fikr yana kelib qoldi-da. O'shaning uchun o'sha narsani boya aytmayman. Shu kechan kelishimga ham yana bitta sabab shu bo'lib qoldi-da o'zi aslida. To'g'risini aytsam bor-ku. O'zichi manaqa ekanda, hayotda odamlar nimagadir erishadi-yu baribir. Ko'proq nimaga erishgansa, shu kabi insonlar, hayotda uchragan insonlar haqida. Bu yerda chiroyli chiqib ketibdi-yu, lekin xunuk chiqib ketganlar bor-da. Lekin kimdir kidat qilib ketadi, kimdir nima qilib ketadi. Bir zo'r gap eshitganman, keyin haqiqatda o'ylab ko'rsam bor gap ekan. Qaysidir odam sizga yomonlik qilgan bo'lsa, kidat qilgan bo'lsa, sizga qanaqadir zulm qilgan bo'lsa, yillar o'tar ekan, o'sha odamga zarcho'pon kiydiraman topolmay qolar ekansiz. Chunki siz hozirgi muvaffaqiyatingiz o'sha tufayli bo'lgan. To'g'ri, menda ham shu bo'ldi lekin. Ya'ni biz har doim bu narsani bir xayrli deb qabul qilishimiz kerak ekanda, yaxshilikka. Mana men o'sha paytda to'g'ri asabingiz buziladi, kayfiyatingiz buziladi, lekin sal chetdan o'zingizga qarab bekor emas, yaxshilikka deb qabul qilsa-chi, har qayerda
juda ko'p mana o'zimni hayotimda ham bir necha marta juda og'ir vaziyatlar bo'lgan. Mana sherikchilikda bo'lgan, yomon juda xunuk ajrashgan payt bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin ana hozir aytaman, deyman, agar o'sha odamni topolganimda edi deyman-da, misol uchun. U 25 yil oldin bo'lgan voqealarda, misol uchun, o'sha odamni topolganda hozir zarchopon kiydirishga, quchoqlashga tayyorman, lekin o'sha paytda shunaqa yomon meni kedatib borganini bilaman-da, misol uchun. Ya'ni xayrli bo'lsin deyiladi har safar. Yo ana aytadi, yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'lar ekanda. Zo'r. Yaxshilikka bo'lar. O'sha narsa endi bunaqa o'zgarishimga hozirgi kunda endi boya savol berdingiz. O'zi aslida men boya aytolmagan javobimni aytib ketdim. Atrof muhit ta'siri bo'ldimi, nima bo'ldi degan savolni berdingiz. Mana bunaqa holat bo'ldi-da. Uyda pulim turuvdi. 3-filialni ochishim kerak. 3-filialni ochish uchun joy oldim. Remont boshladim. Qarayapman, pulimni hammasi kirib ketadigan. Shuning topganim faqat bitta joyga tikib qo'yamanmi degan fikr keldi. Menga. O'tirib o'ylaganimda shu fikr keldida, to'xta dedim. Mana shu turgan puldan har qanaqasiga unumli foydalansam bo'ladi degan fikr keldi. Buning uchun nima qilishim kerak degan boyiga o'zbekchilikka qaytaman. Endi uzr endi. Qani joyi qurishni boshlaganimda ko'p narsani realizatsiyaga gaplashishni boshladim. Ya'ni mebellar, kreslolar, o'sha misol uchun kerakli o'sha instrumentlar, o'sha remontda narsalari realizatsiyaga o'tkazishni boshladim. Pul tikmashlikni boshladim. Ya'ni qilib berish yo'liga o'tdim. Endi o'sha turgan puldan unumli ko'p narsadan foydalanib chiqib ketishni harakatini qilyapman-da. Mana shu narsa meni o'zgartirdi. Endi ikkinchisi yana nima qilishim kerak deganda, men bir joy bu sohadan tashqari boshqa joy oluvdim-da. Anaqa boshqa biznesim bor ekan. O'sha biznesga kerak bo'ldi joy. Oldim, mashinamni sotib yubordim-da. Uning uchun joy olaman. Mashinasiz qoldim. To'xta dedim, bitta mashina olishim kerak edi, bitta mashina oldim. Endi yana ozgina pul turibdi. Endi buni nimadir qilishim kerak buni ham. Prosta tak shundoq buni ham men bu yoqqa remontga tikib yuborishim kerak emas deb turib, bitta kvartirani boshlang'ich to'lovini to'lab qo'ydim-da. U kvartirani ham oldim-da. Keyin o'sha qarasam, misol uchun o'sha arzimagan kichkina summadan ham ko'p narsaga erishsa bo'lyapti. Hammasi bityapti-da o'sha. O'shandan keyin to'xtadim, endi keyingilariga o'sha jalb qilsam bo'lar ekan degan fikr keldi. Mana shu narsa bilan o'zgartirdim-da o'zimni. Zo'r. Men agar sizlarni biznesingizdan sizlardan yaxshiroq tushunishni ko'rsata olmasam, men sizga hech narsa sota olmayman. O'shanga men trusted advisor eman. Men ishonchli maslahatchiman. Zo'r bo'lyapti. Men 11-darsga ham o'qiganman. X5 o'tganmiz shu vaqtgacha. Hozir endi necha pul o'tgansiz? X5. Qayerdan bizga pul ishlash? Shu vaqtgacha kalla kelmagan narsa kelib chiqyapti. Qayerga pul o'tganini endi tushunayapmiz-da. Biz o'zimiz o'ylardikki, shu katta biznesmen deb. Hozircha bilyapmizki, o'sha nachidan ish boshlanuvchi. Hozirgi paytda ko'pchilik bozorda yo odam u deydi-yu, lekin Alisher aka berayotgan instrumentlar yoki umumiy hisobda instrumentlarni to'g'ri ishlatadigan bo'lsak, savdoni bemalol ko'p foizlarda oshirsa bo'ladi deb hisoblayapman. O'zimda ham ta'siri bo'lyapti. Ayniqsa sotuv bo'limimiz ham bor, internet magazin yo'nalishida. Ularga ham bularni anaqasini o'zim borib tushuntirib beryapman. Olgandan keyin ular ham o'sha miyaligi portlayapti-da. Shu kungacha biznesimda qo'llaganim sotuv sistemasini yaxshi уже 2x ga olib chiqib oldim. Hozir mana shu bir haftalik darsning ichida birinchi, ikkinchi darsdan keyin 2 kundan keyin darsni qilishni boshladik. 4 kun ichida har kuni sotuv bo'lyapti. Har kuni sotuv bo'ldi hozirgi kungacha. Shu birinchi darsda o'zida ustozimiz Alisher Isayev berdi ma'lumotlar, instrument deydimi, o'zimcha tahlil qilib ko'rdim. Keyin Andijonga borib bu narsani qo'llab ko'rdim. Juma kunga doir 20% ga doir o'zgarish bo'ldi. Yaxshi, nihoyatda Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Katta rahmat. Endi o'tgan safar birinchi darsimizda olgan birinchi tushunchamiz ambor analitikasi bo'ldi. O'shani o'zini hisob-kitob qilganimizda 182 millionlik mahsulotimiz shunchaki turgan ekan, sotilmasda. O'tgan hafta, bir hafta o'tgan bo'lsa, уже 60 million mol уже chiqdi. Boshqa bizneslar bor deyapsiz. Nima bizneslar bor? Boshqa bizneslarda qarang. Xo'p, mayli.
Men qurilishga aralashgan joyim bor, ya'ni uchastka qurib sotish ishiga aralashganmiz, keyin ishlab chiqarishimiz bor. Ishlab chiqarishda sherigimiz bor, shu ishlab chiqarishni shu sherigimiz bilan qilamiz. Nima ishlab chiqarish? O'yinchoq. O'yinchoq ishlab chiqariladi aytdi. Plasmas. Yo'q, rezinoviy. Rezinoviy. Plasmas emas, rezinoviy. Keyin bir ikkita endi kichkina mayda bizneslarimiz bor-da. Qanaqa? Shu savdo sotiqqa aralashgan joyimiz bor-da. Shu savdo sotiq qilamiz, magazinlarimiz bor. Oziq-ovqat do'konlar bor. Ashuna ishlarimiz bor. Nima kerak? Shuncha narsa nima kerak? Defokus, rasfokus emasmi bu? Endi to'g'risini aytsam, bu narsa menga kerak emas o'zi aslida, lekin erta men biznesda ishtirok etmaganim uchun qilganman. Miyangiz bir qismida turibdi-ku. Turibdi, lekin to'g'ri, miyam zayd deb turibdi. Endi u paytda o'shaning uchun men qilib qo'yganman. Ana 2 xonali kvartiraga hozir 8 ta qarindoshingiz qo'ygansizda. Aralashmaydi sizga, lekin uyda yuribdi-da. To'g'ri, endi o'sha paytda o'sha qilish kerak deb o'ylab meni qo'shimcha. Ne sotib oldingiz? Bu narsani noto'g'ri. Yo'q, hammasini sotyapman lekin hozirgi kunda. Hozir kerak emas. Yo'q, kerak emas, sotyapman, lekin sotuvga qo'yganman. Hozir ikkita do'konni sotdik o'sha. Bittasi o'sha anaqada ana oq 4 ta gumbazli masjid bor. O'sha yerda bittasi o'tni sotib yubordi, bittasi Riyodchinozor dedi, uni ham sotib yubordi hozir. Keyin O'rizor deb bitta do'kon bor edi, uni ham sotib yubordi. Ya'ni xulosa nima bilandir shug'ullanasizmi? Faqat shundan shug'ullanish kerak. Fokus bittaga qaratish. Boshqa narsa aralash mumkin emas. Buni keyin tushundim, to'g'risi aytsam. Chunki fokus chalg'ib qolgandan keyin men o'zim chalg'ib qoldim-da sohamda. Tabiiy. O'shandan keyin o'sha polni hammasini sotuvga qo'yib yubordim. Ya'ni qarang, bu yerda bo'lyaptiki, hozir qaysidir tadbirkor, ayniqsa kichik tadbirkor faqat bitta narsa bilan shug'ullanish kerak. 2-3 narsa bo'lsa ketdi. Fokus bo'linar. Menda bitta zo'r keys bo'lgan, bir IT loyihaga sherik bo'lib kirganman-da. Investitsiya jalb qilish kerak bo'lgan va bir Rossiyadagi shunaqa sarmoya tikadigan IT loyihalarga sarmoya tikadigan joyga uchrashuvga borib qolganman. Endi bolalar shug'ullanadi, mana buncha shug'ullanmasdim o'zim. Keyin deb ana Alisher aka o'zingiz qatnashsangiz deb taklif qilishganda sherik bolalar bo'pti deb borganman. Bitta zo'r savol bergan. Sen 100% vaqtingni bu loyihaga qancha vaqt ketkazasan degan. To'g'risini aytganman, 10% ham emas. Sen pul tikmayman degan. Malades deganman o'shanda-da, ana zo'r savol ekan deganman-da. O'zim uchun olib qolganman, zo'r savol. Ya'ni sizni qanchalik fokusingiz bu yerda bor yo'qligi juda muhim ekan. Agar sizni fokusingiz baribir to'g'ri mana bu yerda shug'ullanasiz, lekin yana bir qismi naryoqda bo'lgandan keyin baribir shug'ullanasiz-da, u yerda gaplashib turasiz, sheriklar bilan ko'rishib turasiz, obed qilarsiz, ujin qilarsiz. Baribir hayolingiz ketadi-da. Degani agar sizga endi men misol uchun sarmoyador bo'lganimda edi, sizga aytardim, deylik, hozir bu biznesdan boshqa yana boshqa bizneslar bormi dedi. Ha, desangiz men sizga pul tikmasdim. Chunki bu yog'ingiz anaqa ziyon ko'radi-da. Asosiy biznesingiz ziyon ko'radi. Ya'ni fokusda gap ko'p. Ana Qizilishton ham daraxtni bitta nuqtaga urib o'tiradi-da. Har safar har xil nuqtaga ursa, qorni och qoladi, chuvalcha topolmay qoladi. Yo'q, hozir endi fokus faqat shunga qaratilganman, qolgan hamma biznesni yig'ishtirib olganman. Yig'ishtiryapman. Yoki qarang, bu aytdim yana ko'pincha ko'p biznes nimaga qilishadi deb o'ylayman. O'zbeklar so'raydi-da, atrofingizdagi nimalar, qarindoshlar, mahalla siz endi hammaga isbotlashingiz kerak. Men ilgari oldingiz sartaroshdan ana ko'rdinglarmi, endi biznesmen bo'ldim deb isbotlash uchun emasmi-ki bular? Ya'ni ongsiz ravishda. Yo'q, men lekin uni o'ylamaganman. Detskiy travma yo'q uni. Yo'q. Yo'q, unaqa ko'rsatish, uni o'zimni atrof muhitga mana men oddiy sartarosh deb ko'ruvdilaring bir paytlar meni, men simovdilaring mana hozir men mamlaqaga keldim, mana mamlaqa narsalarim bor deb qilmaganman. Buni nimaga qilganman? Endi yoshlikdan yetishmovchilikda katta bo'lganmizda, aytdim-ku, misol uchun otamiz o'tib ketganlar rahmatli, yetishmovchilik ko'p bo'lgan hayotimda, juda ko'p qiyinchilikda katta bo'lganman. Hayotim fashli ko'p qismi qiyinchilik bilan o'tib ketganda, endi o'sha paytlarda даже yashashga uyimiz ham bo'lmagan edi bizani. Kelgan orada o'sha ko'p joyda aytganman, ko'pchilik biladi, avariya bo'lib oyoq travma olgan. Bunga kelgan operatsiyasiga o'sha 2010-yilda katta pul kerak bo'lgan, $35,000 kerak bo'lgan.
buni bir hammamiz biladigan bir yaxshi inson bor, endi shu inson berib turganlar. Operatsiya qildirganman, orada 1 yil keyin уже to'shakka mixlanib yotib qolganman. Yetishmovchiliklarim ko'p bo'lganda, uylanishga uyim bo'lmagan, pulim bo'lmagan hech qanaqa. Endi o'sha paytda hali stilist rivojlanmagan, oddiy bitta sartarosh bola bo'lganman. O'sha keyin sartaroshlikni topganmanmi? Endi u paytda o'qimagan edim-da, ko'pchilik o'sha o'qimaganimdan keyin ko'p sartaroshlarni ko'rdim. Misol uchun ustozlarimni ko'rdim-da. Men ustozlarim ham shu sohada ishlashdida, lekin bir hech narsa anaqa yaratib ketishmadi deb bildim-da. Misol uchun ana o'zligisiga nimadir olib qo'yib, nimadir qilib qo'yib, kelib turadigan joy qilib qo'yishmadi. Men ustoz bo'lgandan baribir oddiy ustoz bo'lgan bilan oddiy hayot kechirib, ham oddiy ishchi bo'lib qolib ketishdi-da ular ham. Rahmatli Murod akam 73 yoshda olamdan o'tdilar-da. 53 yil sartaroshlik qilganlar-da. O'sha kuni olamdan o'tadigan kunlari ham soch olib uyga borganlar-da. Kechqurun olamdan o'tganlar. O'sha kuni ham ishdan borganlar-da. Men qachongacha bunaqa yashayman deb turib, keyin o'sha topgan pulimni mana shunaqa narsalarga tikishni boshlaganman. Zo'r. Bu o'zimni moliyaviy, moddiy jihatimni yaxshilash uchun tikkanman. Kimgadir nimadir isbotlab qo'yish uchun qilmaganman buni lekin. Yo'q, bu ham travma-da. Bu ham travma-da. Ya'ni bizda yoshlikda nimadir yetmagan bo'lsa, katta bo'lganimizda shu narsani to'ldirishga harakat qilamiz. Shuni to'ldirish uchun qilganman faqat lekin. Ana kimgadir men tadbirkor bo'ldim, men nimadir ko'rsatdim degan, lekin unaqa isbotim bo'lmagan. Zo'r. Endi qarang, tadbirkor bo'ldingiz. Odatda muvaffaqiyatli bo'lganda odamda atrofda o'rtoqlik ko'payishni boshlaydi. Ana qozini it o'lsa hamma janozaga kelgan ekanda, qozi o'lganda hech kim kelmagan ekanda. Qanaqa qilib ajratasiz? Chin do'stmi yo'qmi? Men to'g'risini aytaymi? Chin do'stlarim faqat sinfdoshlarim deb bilaman. Nimaga deb bilsangiz, men o'sha paytda juda qiynalgan vaqtim bo'lgan dedim-ku. Даже pulim ham bo'lmagan, uyim ham bo'lmagan, operatsiya qilib, уже 1 yil yotishim kerak bo'lgan. Mana shu meni hozirgacha meni o'sha ulfatman, haligacha ulfatmiz. Shu mana 3 yil, 30 yildan oshdi o'sha ulfatchiligimizga. O'sha sinfdoshlarim, 1-sinfdan o'qib kelgan o'rtoqlarim, faqat shular chin do'stim. Chunki 1 yil men bilan o'shalar o'tirgan. Har kuni kelardi, o'tirardi. O'sha pulim yo'q, yura olmaydigan paytim bo'lgan. Yurmaganman-da, men ko'p mijozlarim ham biladi, yura olmaganman. Ko'tarib, mashinalarga o'tkazib, ko'chalarni aylantirib olib kelib, yana uyga olib kelib yotqizib ketishardi. Mashalloh. Zo'r. Mani borimda ham, yo'g'imda ham shular bo'lgan bo'ldi. Mani pulim boshqa ham ularga qiziq emas, chunki mana o'sha yerga ham borsam, men oddiy ular ham o'zi shunaqa-da, o'zi ko'pchilik uchun katta sohalarda ishlaydi, o'sha rahbar, qaysi birdalar qanaqadir biznesmen-da, lekin o'sha baribir samimiylik o'sha yerda qolgan-da. Zo'r. Ko'chadagi og'aylarimni lekin qanaqa ajrataman deb aytsangiz, misol ko'chadagilarda chin do'st bo'lmaydi. Chunki endi ismini aytmayman. Endi ko'rib qolsa baribir noto'g'ri tushunib qolmasin, ismini aytmayman. Bir bola bor edi, do'stim bor edi. Qiynalgan bola edi. Ben unga endi ko'p, endi Alloh uchun gapirmayman, ko'p narsa boshqa qildimda, orada keyin shunaqa vaziyat bo'ldiki, menga aytishdi, bu o'yinchoqda sherigim bor-ku, aytdim-ku, hozir o'yinchoq qilamiz, serichilikka ishlab chiqarish dedim. O'sha bola aytdiki, bu seni chin do'sting emas dedi. Yo'q, nima deyapsan dedim. Men shaxsan uni yonidan oldim men. Bu men uchun qayg'uradigan bola, chin do'st bola, bu noto'g'ri o'ylayapsan desa, men senga javob beraman, shu bola chin do'st emas dedi. Endi uni to'g'risini aytsam, sherigimiz katta tadbirkor. Kelib men sinab beraman senga shu bolani dedi. Bo'ldi dedim, sinab ber, mayli dedim. Men endi o'zimga ishonaman, o'verimman, chunki u bola bilan men 2009-yil tanishganman. 2023-yil munosabat tugadi. Endi o'rtada qancha vaqt bo'lyapti? 14 yil bo'lyaptimi? 14 yillik og'aynim ko'chada tanishgan. Nima qilganimiz mayli uni aytmaymiz-ku, lekin shuni chaqirdi, u bola ham tadbirkor bola, kichkina tadbirkor bola chaqirdi-da, "Sen Akmal bilan ishlaysan-a, sherikchilikka boshqa?" "Ishlayman, boshqa" dedi.
kelibdi ish qilamiz sen bilan dedi, men bilan ishla, menga ishga o't dedi. Bo'ldi dedi. Golan dilersiyasini olamiz dedi. Coca-Cola kompaniyasining dilersiyasini olamiz dedi. Sen yurg'izsan, faqat Akmal sartarosh shuni qo'shmayman dedi. Bo'ladimi dedi. Yo, endi uni qo'shmasangiz bo'lmaydi, u yo'q. Endi bu gap yozib olaman, boshqa olaman-da. Bo'lmaydi, u yo'q. Shuni pulni oldiga qo'ydi-da. Mana dedi, davay dedi, mana shu ish qilamiz dedi. Hali o'zi sotilib ketdi dedi ikkasiga. Yo'qmi? O'shandan keyin o'sha yo'q dedim. Faqat zindoshlarim mening. Hamma bilan o'rtoqman, hamma bilan do'stman, lekin chini baribir ular. Zo'r. Zo'r. Ya'ni bu narsada bizada bir xillarda aldanib qolar ekanmiz-da. Ana qaysidir darajaga yetganda baribir o'rtog'ingiz ko'payadi. Lekin o'sha chin-chinmasdi sal tushganingizda yana bilinib qolar ekan. Tushganda bilinib qolar ekan, lekin to'g'ri. Mana shu narsada ko'p fan aytadi-yu, ana biznesda hammani o'zini yuzi bor, ishchilarni deydi-yu. Shunaqa. Kimdir yuzi $1000 ga ochiladi, kimdir yuzi $100,000 ga ochiladi deydi. Hammani yuzini narxi bor o'zini deydi-yu. O'sha narxi prosta kimdirlar arzon baholab qo'yadi, kimdirlar qimmat baholab, kimdirlarniki bebaho bo'ladi-da baribir. Sodiq bo'ladi-da, demoqchiman ular. Endi ochib qo'yishdi arzonga. Sotib qo'yishdi yuzda. Baribir. Ajoyib suhbat uchun minnatdorchilik bildiraman. Maza qildim. Rahmat sizga ham. Ochildingiz, yangi qilingiz ochildi ancha. Rahmat sizga ham. Alloh rozi bo'lsin. Kelganingizga rahmat, shunchalik taklif qilganingizga rahmat. Bizani ishingizga rivoj tilaymiz. Sizni ham ustozimizsiz. O'rtog'imiz Dilshod Shamsiddinov siz tavsiya qildilar. Doimiy mijozinglar, juda iliq so'zlar. Juda yaqin so'zlar. Alohida o'ylagan rahmat. Juda rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.